Tiz cho'k. Nima bo'ldi? Veb zalda bir mijoz bor. U bilan gaplash juda qiyin. Men uddasidan chiqa olmayapman. Menga beringchi. Rahmat, menejer o'rinbosariga. Oppa, bu o'sha iflos. Siz unga o'zganing kuyoviga ko'z olaytirishning oqibati nima bo'lishini ko'rsatishingiz kerak. Yaxshimisiz, xonim? Vinoni ochib berish kerakmi? Ochib ber. Tashqarida ob-havo qanaqa? Qor yog'yapti. Sen esa menga shunday sovuq vino ichiryapsanmi? Kechirasiz. Agar sizga issiq vino kerak bo'lsa, oshxonadagilarga aytaman. Shishani oldi, tanang bilan isitib ber. To'g'ri. Bizning Lin xonimimiz to'shakni isitishga usta. Vinoni isitish unga cho't emas. Bizni mehmonxonada bunday xizmat yo'q. Endi bor. Bu ham kammi? Rosa ochko'z ekansan. Oppa, Lin xonimga sizning pulingiz kamlik qiladi. Uning maqsadi kattaroq. Homilador bo'lishiga qaramay har kun ishga kelishidan maqsad rahbarimizga yaqinroq bo'lib, qornidagi haromisiga odat topish. Shunday emasmi? Chen Zhao, men bilan menejer bay haqida g'iybat qilishni bas qil. Sen hali meni singlimga aql o'rgatishga jur'at qilyapsanmi? Nega qaqqayib turibsan? Vinoni isit, bo'lmasa ustingdan shikoyat qilaman. Xizmat ko'rsatgan xodim yuboraman. Shoshma. Bu vinoga seni qo'ling tegdi. Endi u men uchun iflos. O'zing ichasan. Kechirasiz. Qoidalarimizga ko'ra mijozlarni spirtli ichimliklarni ichishga ruxsat yo'q. Odam tilida gapirilgan gapni tushunmaysanmi? Shu vinoni ichishingni o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Chen xonim, men homiladorman. İçishim mumkin emas. Homiladorliging hali ham esingdami? Nahotki bolani otasi kimligini bilmasang, bo'lmasa nega Chiyega buncha yopishib olgansan? Chen xonim, Linsi homilador, uni o'rniga men ichsam bo'ladimi? Sen kimsan o'zi? Chen xonim, haddingizdan oshmang. Haddimdan oshyapmanmi? Ha, oshyapman. Nima qila olarding? O Chenlar oilasidan u bilan tortishmaylik, yaxshisi ketaylik. To'xtanglar. Kim sizlarga ketishga ruxsat berdi? Tiz cho'k, mana buni artib tozala, keyin ketishing mumkin. Linsi, sen shundoq ham jamiyatning eng pastki qatlamidasan. Farzanding ham albatta seni izingdan boradi. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi. Yaxshilab art. Bu qorningdagi haroming uchun homila davridagi ta'lim bo'lsin. Sizlar Nima? Xohlamaydilarmi? men mehmonxona xodimiman. Sizni qo'lingiz emasman. Bunchalik yaltoqlanish qo'limdan kelmaydi. Mijoz hamisha haq, Linsi. Bu qanday muomala? Agar bugun buni artmasang, bu yerda ishlamaysan. 8000 yuanlik maosh uchun sizga qul bo'lmoqchi emasman. Osmon qo'lingda bo'lsa, tashlab yubor. Sen, Tao, xodimlar bo'limi boshlig'ini chaqir. Uni xohishini amalga oshiramiz. Xo'p. Linsi. Ahvoli yaxshimi? Janob, bu yerda nima qilyapsiz? Janob Fu shovqin so'rani eshitib, nima gapligini bilgani keldi. Chiye, siz meni ko'rgani atay keldingizmi? Yaxshimisan? Bu xodim atay men bilan janjal qilyapti. Hozirgina mehmonxona rahbariyatini topib, bu masxaraboz ayolni ishdan bo'shatishga tayyorlanayotgandim. Senda shunday vakolat bormi? To'g'ri, yo'q. Lekin biz unashtirilganmiz. Men deyarli sizni rafiqangizman. Xodimlarni tarbiyalashda sizga yordam berish meni vazifam. Janob Fu, Chen xonim bilan sizni turmush. Men janob Fu bilan gaplashyapman. Senga bu past tabaqali xodimga gapga aralashishga ruxsat yo'q. Hammasini tozalamasang, bu yerdan tobutda ketishingni ta'minlayman. Nima bo'ldi o'zi? Janob Fu, Chen xonim atayin janjal qildi. U tortni polga tashladi, yuzimga shapaloq urdi. Linsini boshidan vino quydi va juda ko'p haqoratli so'zlar aytdi. Hoy! Chiye, menga qarshi chiqib begonaga yordam bermoqchimisiz? Linsi meni xodimim. Sen esa shunchaki begonasan. Meni makonimda meni odamlarimga buyruq berib, yana urushga ham jur'at qildingmi? Linsi, zarbaga zarba bilan javob. Sen
kimligimni bilasanmi? Men Chen korporatsiyasining qiziman. Meni urishga jur'at qilasanmi? 3 barobar qayta. Xo'p bo'ladi, janob Fu. Seni o'ldiraman. Tegma. Chiye, hali begonalarga yordam berib menga qarshi chiqyapsizmi? Ota-onalarimiz qadrdon do'stlar tan olasizmi yo'qmi? Bizni bolaligimizdan Ular o'g'irlashtirib oilasi qo'yishgan. rostdan ham Chenlar oilasi bilan yaxshi chiqishgan, ammo men unashtirilgan qiz Chenlar oilasini yo'qolib qolgan qiz edi. Sen emas, ya'ni o'zgani joyini egallagan asrandi qiz. Siz Siz ham men sizlarni kechirmayman. Janob Fu, sizga rahmat. Arzimaydi. Sen meni odamimsan. Ismingiz nima? Janob Fu, ismim Zenfei. Hamkasbingizni himoya qilishga jur'at qildingiz. Yaxshi, lavozimingiz ko'tariladi, oyligingizga ham ustama qo'shiladi. Birozdan keyin senga yangi kiyim olib kelishadi. Nimadir noto'g'ri, juda noto'g'ri. Nimaga janob Fu seni o'zini odamim dedi? Janob Fu bilan munosabating qanday? U boshliq xolos. Hammamiz uni odamlarimiz. Kamroq g'iybat qilish kerak. Xo'pmi? Oyi, dada, Fochiye ham haddidan oshib ketdi. Men bilan unashtiruv marosimi bo'lgan, u begonaga yordam berib, men haqimda shunday gapirdi-ya, bu shunchaki qolib ketmaydi. Xiaokijon, xavotir olma. Otang bilan onang sen uchun adolatni tiklaydi. Dadajon, meni yaxshi ko'rishingizni bilardim. Qizim, sen xonaga bor. Dadangga aytilgan gaplarim bor. Dadasi, uni bunchalik erkalatmang. Uni o'z qizimizga o'xshagani uchungina asrab olgandik-ku. Qarang, u voyaga yetgandan keyin plastik operatsiya qildirib, o'zini butunlay boshqa odamga aylantiribdi. Yil o'tibdi-ya. Qizimiz hozir qanday yashayotgan ekan? Qorni to'qmi, usti butmikan? Janob, qizingizni o'g'irlagan odamlar haqida xabar bor. Ular Chunchenda. Nima? Nannan? U qayerda? Hozircha xonimni o'zini topolmadik. Izlanglar, qidirishni davom ettiringlar. Butun shaharni tekshiringlar. Nannaning yoshiga mos keladigan, quloqni orqasida yarim oy shaklidagi xoli bor qizlarni hammasini topinglar. Xo'p bo'ladi. Xavotir olma. Nannan aniq tirik. Bugun kechqurun Fuchiye bilan yonma-yon yotishim shart emasdir. Chiye, tezroq borib Linsini chaqir. U homilador, qorni ochib qolmasin tag'in. Xo'p. Bora qol. Men Qaramay turing. Hozir men haligi Nima bo'ldi? Biror narsa bo'ldimi? Voy, sizlarga xalaqit berdimmi, yoshlar? buvijon, hechqisi yo'q. Hozir hali vaqt bor-ku. Balki avval ovqatlanib, keyin shiziba qilarsiz. Voy, Linsi homilador-ku. Chiye, sen yomon bola ekansan. Chiq tashqariga, chiq. Qani? buvijon, haligi siz o'ylaganchalik emas. Linsi, taomdan ol. Ko'proq ye. Mana.
Rahmat. Arzimaydi. Bir oila bo'lgach, bunaqa rasmiyatchilik nimaga kerak? Linsi hammom juda sirpanchiq, bir o'zing yuvinishing xavfli. Endi sen Chiye bilan er-xotinsan. Bundan buyon seni ovqatlanishing va maishiy ishlaring uchun Chiye javobgar bo'ladi. Shart emas. Ko'p tashvish orttirishni xohlamayman. Tashvish emas. To'ppa-to'g'ri, umuman tashvish emas, ko'proq ye. Olaqol, ye. Qani ye. Bo'ldi, qiling. Sizni quchoqlab uxlab qolibmanmi? Tuni bo'yi meni quchoqlab qo'yib yubormading. Maza qildingmi? Sizga bo'lgan tuyg'ularim o'zgacha. Yuvinib, ishga ketmoqchiman. Seni o'zim olib ketaman. Kerakmas. Metroda ketaveraman. Lekin Agar xavotir olayotgan bo'lsangiz, unda uydagi eng arzon mashinani olaman. Mana buni. Oyi, qarang. Shu emasmi? Voy, rostdan ham o'sha-ku. O'g'lim, u shunday qimmat mashinada yurarkan-da. Chen xonim bizni aldamagan ekan. U rostdan ham o'ynash ekan. Sizlar, Sen Lisini onasimisan? ha? Qizing meni qallig'imni yo'ldan urdi. Voy, bo'lishi mumkin emas, yo'q. Voy, Buzuqi qizni aybi onasida. Uringlar uni. o'g'lim, Qo'yib yuboringlar. Xudoyim. O'zi uyatsiz. Yana bizni ham kaltaklashlariga sababchi bo'ldi. Ketdik. Beting qursin. Odamlar bunga bir qaranglar. Men 20 yillab boqqan qizim bu. Boyga ergak uchun o'z onasi bilan ukasiga qo'l ko'tardi. Onasi bilan ukasini shifoxonaga tushirdi. Shunday qilish mumkinmi? Yangi kiyimlar kiyib, BMW haydab uydagi bor pulni sovurdi. Eng muhimi, Bu Linsi emasmi? Nahotki shunaqa qiz bo'lsa? Hech o'ylamagandim. Haloyiq, yuzimdagi jarohatlarga qaranglar. Bu hammasi uning ishi. Boyvachchadan homilador bo'lish uchun odam yollab meni kaltaklatdi. U erkak senga teng emas, uning oilasi bor, unashtirilgan xotini bor axir. Voy bu. Linsi o'ynashga aylanib o'sha zinokordan bola ham orttirib bo'libdi-da. Meni hammaga yomonlab, isnoddan o'ldirmoqchimisizlar? Nega ishxonamga kelib janjal qilasiz? janjal. Avval Tsiansening 200 ming yuanini, keyin janob Chenning 300 ming yuanini. Sen mendan 500 ming yuan qarzdorsan, to'g'rimi oyi? Boyni ilintirib, butun shahardagi eng boy odamning o'ynashi bo'lding. Pulni qaytar. Ha, to'g'ri, pulni ber. Seni 10 yillab katta qildim. Bundan ko'ra cho'chqa boqsam yaxshi edi. Sariq chaqali foyda yo'q. Men yaxshi yashamasam, sen ham tinch yashay olmaysan. Nima bo'ldi? Nimaga shunchaki odam bo'lyapsizlar? Linsi axir bizning mehmonxonada ma'muriy bo'lim menejeri o'rinbosari. Bu yaxshi qiz unashtiruvdan oldin uylangan erkak bilan ishqiy munosabatda bo'lib, homilador bo'lib tashlab ketildi. Bunga qarshi chiqqanim uchun o'sha haromi bilan birga menga qo'l ko'tardi. Voy o'lay. Bir haromi uchun o'z onasini urishgacha bordi-ya. Bu juda katta gunoh. Bizning mehmonxona madaniyatimiz bunday odamlar ishlashiga mutlaqo yo'l qo'ymaydi. To'g'ri, haddidan oshib ketdi. Linsini buncha shafqatsiz deb o'ylamagandim. Bularning hammasi uni uydirmasi. Iltimos eshitganlaringizga ishonmang. Bas qiling. Hammangiz jim bo'ling. Bolaligimdan beri meni hech qiz o'rnida ko'rmagansiz. Qalin puli uchun meni 50 yoshli ajrashgan erkakka uzatmoqchi bo'ldingiz. Hattoki meni urdingiz ham. Ha, bu o'zing sharmanda qilganing uchun haromzodadan homilador bo'ldi. Qaysi ona o'z bolasi haqida bunday gapiradi, oyi? Gapni ko'paytirma. Pulni qaytar. Har safar oylik olganimda hammasini tortib olasizlar. Butun oilani bir o'zim boqaman, shu ham kammi? Men o'lib ketishimni xohlaysizmi?
ketishga bormaysizmi? Tarqalinglar. Kotib Ziyang, bu ishni shunchaki qoldirib bo'lmaydi. Bu yerda juda ko'p xodimlar bor, hammasi ko'rib turibdi. Hammaga ibrat bo'lishi kerak. Chen Xiao Xiao. Qayerda g'iybat bo'lsa, sen o'sha yerda ekansan. Yo'qolinglar. Sen eng boy odam bo'lsang ham foydasi yo'q. Qonun nuqtai nazardan men Li Sinning akasiman. Ha, men uning onasiman. Bu bizning oilaviy ishimiz. Oilaviy ish? Yaxshigina oilaviy ish ekan. Linsi meni qonuniy xotinim. Uni xafa qilishga yo'l qo'yib qo'ymayman. Kim kelsa ham bu ishni men hal qilaman. Xotiningmi? Linsi o'ynash demaganmi deylar? Unga uylanganmi yo'qmi, nima farqi bor? Og'zimizga kelib turgan lahm go'shtdan voz kechmoqchimisiz? Unga uylansangiz mayli, lekin qalin puli bering. Aks holda men bu nikohga mutlaqo noroziman. Pulni oling-da yo'qoling. Boshqa Linsini ko'ziga ko'rinmang. Men uning onasiman. Mendan shunchaki qutulmoqchimisan? Meni sotib oling. Narxni ayting. Bugundan boshlab barcha qarindoshlik rishtalarimizni sotib oling. Men bugundan boshlab sizni qizingiz emasman. Linlar oilasi bilan hech qanday aloqa Sotib olamiz desang sotib ol. 10 million yuan bersang bo'ldi. Bugundan boshlab Linlar oilasi bilan hech qanday aloqang bo'lmaydi. To'g'ri. Katta narsa so'rashning ham chegarasi bor. Bolaligimdan beri menga 50 ming yuan sarflaganmisizlar, o'zi yo'qmi? Hozir menda bor yo'g'i 200 ming yuan bor. Xohlasangiz oling, xohlamasangiz yo'q. Sen gadoyga sadaqa berayotgandek gapiryapsanmi? 1 million yuan, bir tiyin ham kam bo'lmasin. Pulni bersang, men senga kelib chiqishing haqidagi bir sirni aytib beraman. Bu rost ekanmi? Buni bankdan naqd qilib olishim mumkinmi? Xavotir olmang. Janob Fu bunaqa arzimagan pul uchun aldamaydi. Pul uchun men ham yaxshilik qilib, senga yana bir narsani aytaman. Aslida sen mening singlim emassan. 20 yil oldin dadam seni chiqindi qutisidan topib kelgan. Akang senga baxt tilaydi. Uni aytganlari rostmi? Men sizni tuqqan qizingiz emasmanmi? Albatta yo'q. Men unga bu foydasiz bolani Seni uyga olib borib qo'yaman. Bunday qarindoshlardan xalos bo'lishim kerak. Unda men ishga boray. Oldingizda juda ham qarzdorman. Bu qarzni tez orada uza olmayman. Men bir o'zim qolmoqchiman. Ruxsat etasiz-a? Yaxshi. Tekshiringlar. Nima bo'lsa ham haqiqiy ota-onasi kimligini tezroq aniqlang. Xo'p bo'ladi, janob Fu. nimaga qarayapsan? Mehmonxonada bir qiz bor, har kuni po'chamni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Ismi nima? Linsi. Ma'muriy bo'limda menejer o'rinbosari. Oyi, shu dam olish kuni meni tug'ilgan kunim, uni Shangri-Lada nishonlaylik. Albatta. O'shanda bu Linsi bizga choy va suv olib kelib turadi. O'sha kuni aslida Nannaning tug'ilgan kuni edi. Meni Nannanim bu yil uyga qaytarmagan yo'qmi? Oyi, sizga nima bo'ldi? Hech nima. Qayerda xohlasang o'sha yerda nishonla. Qolaversa, o'sha tulki ham kimga teginishi mumkin, kimga yo'qligini bilib qo'ysin. Uni aytganlari rostmi?
Men sizni tuqqan qizingiz emasmanmi? Albatta yo'q. Men unga bu foydasiz bolani Seni uyga olib borib qo'yaman. Bunday qarindoshlardan xalos bo'lishim kerak. Unda men ishga boray. Oldingizda juda ham qarzdorman. Bu qarzni tez orada uza olmayman. Men bir o'zim qolmoqchiman. Ruxsat etasiz-a? Yaxshi. Tekshiringlar. Nima bo'lsa ham haqiqiy ota-onasi kimligini tezroq aniqlang. Xo'p bo'ladi, janob Fu. nimaga qarayapsan? Mehmonxonada bir qiz bor, har kuni po'chamni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Ismi nima? Linsi. Ma'muriy bo'limda menejer o'rinbosari. Oyi, shu dam olish kuni meni tug'ilgan kunim. Uni Shangri-Lada nishonlaylik. Albatta. O'shanda bu Linsi bizga choy va suv olib kelib turadi. O'sha kuni aslida Nannaning tug'ilgan kuni edi. Meni Nannanim bu yil uyga qaytarmagan yo'qmi? Oyi, sizga nima bo'ldi? Hech nima. Qayerda xohlasang o'sha yerda nishonla. Qolaversa, o'sha tulki ham kimga teginishi mumkin, kimga yo'qligini bilib qo'ysin. Yana o'sha xonim tug'ilgan kunini nishonlash uchun atayin bizni mehmonxonani tanlabdi. Ish qilib yana biror janjal chiqarmasa bo'ldi. Ular mehmonimiz. Biz o'z ishimizni qilishimiz kerak. Ikki ofitsiant, menga shampan keltiring. Nimaga qaqqayib turibsizlar? Aytgancha, o'zimni tanishtirishni unutibman. Bugun men bu ziyofatda xodim sifatida emas, qarindosh sifatida ishtirok etyapman. Faqat ofitsiantlikka yaraydigan ba'zi birlardan farqli o'laroq. Nega bu yerda ishlayapsan? Bugun xodimlar yetishmayapti. Shunga yordamlashaydi ekandim. Chiye. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Salom amaki. Salom xola. To'g'ri, ancha bo'ldi. Bu menga tayyorlagan sovg'angizmi? Rahmat, Chiye. Bu Nannan uchun sovg'a. Esimda bugun uni ham tug'ilgan kuni. Sen juda e'tiborlisan. Nandan o'shanda seni qutqarib qolgan. Aytgancha Chiye, Nannan haqida xabar bor. Yur bir joyni topib gaplashib olaylik. Yaxshi. Sen shu yerda qol. Oyi, Meni ismim Linsi. Bu mehmonxonada ishlayman. Linsi. O'sha Linsi senmisan? Janjalkash pul uchun har narsaga tayyor makkora. Sen qanaqasiga mening nanam bo'lishing mumkin? Lin xonim, Fuchiya bizning qizimiz bilan unashtirilgan. Kechirasan-u, orangizda nima bor? U boshliq. Men xodimman. men birorta ham o'z boshlig'ini yo'ldan uradigan oddiy xodimni ko'rmaganman. To'g'ri, u doim pochchamga osilib yurardi. O'zim bir necha marta ko'rganman. Lin xonim, Fuchiya katta odam. Men unga hech nima deya olmayman. Lekin umid qilamanki, qiz bola sifatida oddiy odob, axloq qoidalariga rioya qilasiz. U qizimiz bilan unashtirilganini bila turib, unga yaqinlashyapsiz. Bu esa
qanday ushlab qolarkin ko'ramiz. Linsi, hozir hech kim yo'q. Rostini ayt, qorningdagi bola kimdan? Maqsadingiz nima? Bola-chiyadan bo'lgani uchun qo'rqyapsanmi? Buni sizlarga ham, ishimga ham mutlaqo aloqasi yo'q. Inkor qilmayapsan demak rost. Oyi, biz bu bolani tug'ishiga yo'l qo'ya olmaymiz. To'g'ri. Chiya hozir yosh va qiziqon. Bir nechta mashqasi bo'lishi tabiiy. Faqat bola kerak emas. Nima qilyapsizlar? Agar indamaygina biz bilan abort qildirgani borsang, keyin chiyani tinch qo'ysang, biz ham seni tinch qo'yamiz. Aks holda Ona hissiyotlarini tushunishing kerak. Senga o'xshagan qizlar chiyaga yopishib olgach uni qo'yib yubormaydi. Qo'llaringni sindirishga to'g'ri keladi. Bu holda ay, yordam bering. O'zgalar yerini yo'ldan urganing uchun faqat o'zingdan o'pkala. Linsi qani? Janob Fu, Linsi tasodifan bir mehmon ustiga vino to'kib yubordi. Ular hozir kiyimlarini almashtirishga ketishdi. Qayerga? Tomga, basseyn yoniga shekilli. Opa, yaxshimisiz? O'ldiraman. Yordam bering. Siz olmayman. Linsi! Yordam bering. Siz olmayman. Linsi! Tezroq. Qizimni qutqaringlar. Janob Fu. Ayni vaqtida keldingiz. Opam basseynga tushib ketdi. Tezroq qutqaring. Linsi, o'zingga kel. Linsi, o'zingga kel. Bolani o'yla. Nahotki hammasi o'lim bilan tugasa? Meni itarib yuborishga jur'at qildimmi? O'limga loyiq. Unda men qotilga aylanamanmi? Qamoqqa tushamanmi? Uni o'ziga qilganda sizlarning bunga nima aloqangiz bor? Linsi, o'zingga kela qol. Xudoga shukr, o'zingga kelding. Endi shifoxonaga borishimiz kerak. Shoshma. Xuddi o'zi-ku. Bu mening nanam. Sen mening nanamsan. Bemor yaqinda og'ir jarohat olib shifoxonaga tushgandi. Bu safar esa muzdek suvda bo'g'ilib qolishga oz qoldi. Sizlar ruhiy jihatdan tayyor turishingiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham ularni qutqaring. Linsi. Mening Linsi. Agar Linsiga biror narsa bo'lsa, sizlarni kechirmayman. Ayab o'tirmayman. U qanaqasiga suvga tushib ketdi? Menga ayt. U rostdan ham nandanmi? Men bilmayman. Unda bizning qizimizniki bilan bir xil holi bor ekan. Nahotki
mumkin? Opam 20 yildan beri yo'q-ku. Qanaqasiga bunday tasodif bo'lishi mumkin? Men adashmaganman, aslo adashmaganman. Bu Nannanning holi. Nannan. Janob Fu, aniqlandi. Xonim Chenlar oilasining yo'qolgan qizi ekan. Yaxshilab qaranglar. Linsi Asrandi oilasida 20 yil davomida zo'ravonlik va qiynoqlarga duchor bo'ldi. U o'z yaqinlarini juda sog'ingan. Sizlar uni yaqinlari. Unga qanday munosabatda bo'ldinglar? Bu Nannan, bizning qizimiz. Nannan topildi. Men nima qilib qo'ydim? Endi nima qilaman? Ana la'nati u rostdan ham Chenlar oilasining o'z qizi ekan. Bularga sen aybdorsan. Nimaga Linsini bassenga itarding? Agar singlim bilan bolasiga biror narsa bo'lsa, seni o'ldiraman. Opajon, Jim bo'l, yo'qol. To'xtang. Linsi hushiga kelmagunicha hech kim hech qayerga ketmaydi. Axir aytdim-ku, agar Linsi bilan bolaga nimadir bo'lsa, buning uchun hammangiz tovon to'laysiz. Hammangiz. Doktor, ahvoli qalay? Bemorning ahvoli yaxshi, shunchaki homila biroz bezovta bo'lgan, chap qo'lida esa sinish bor. Bir necha kun shifoxonada yotish kerak. Rahmat, minnatdorman. O'zingni qalay his qilyapsan? Bolam. Xavotir olma. Bolaga hech nima qilmabdi. Linsi. Biz dam olishimiz kerak. Bu ikkisini esa politsiyaga topshiring. Ketdik. Oyi, meni qutqaring. Yuringlar. Qani? Garchi otalikni aniqlash testi hali qilinmagan bo'lsa-da, deyarli aniqki, sen Chenlar oilasini yo'qolgan qizisan. Bolaligimizda hayotimni qutqarib qolganding, esingdami? Linsi. O'ylashimcha, sen juda oddiy oilada tug'ilgansan. Agar Fuchiye bilan tushunarsiz aloqang bo'lmaganda, butun umr senga e'tibor ham qilmasdik. Senga o'xshagan qizlar licheyiga yopishib olgach, uni qo'yib yubormaydi. Seni bu qo'llaringni sindirishga to'g'ri keladi. O'zingni qanday his qilyapsan? Ancha yaxshimisan? Sog'ayib ketishimni xohlaysizmi? Yoki boshimga balo orttirishnimi? Albatta sog'ayib ketishingni xohlayman. Qanday qilib senga yomonlik tilashim mumkin? Axir Lekin men o'z qo'llaringiz bilan qo'limni sindirdingiz. Chen Saozo bilan boshqalarga meni suvga itarashlariga qarab turdingiz. Menga yomonlik qildingiz. Yo'q, kechir. Bularning hammasiga onang aybdor. Meni onam yo'q. Oddiy oilada tug'ilgan, kaltaklar va haqorat ichida katta bo'lgan. O'gay onam bilan akam qalin pul evaziga sotmoqchi bo'lgan bir matohman xolos. Bularning hammasi onang seni ertaroq topolmagani uchun. O'gay onam menga shunday munosabatda bo'ldi. Endi tuqqan onam ham shunday qilyapti. Sizlarni umuman farqingiz qolmadi. Kechir, hammasiga onang aybdor. Agar Nannanikaningni oldinroq bilganimda, men aslo seni bunday holga. Men Nannan emasman. Chen xonim, chiqib keting iltimos. Onangni kechirishim uchun nima qilishim kerak? Men oldingda tiz cho'kaman. Nannan, onang oldingda tiz cho'ksin, xo'pmi? Opa, haddingizdan oshmang. Axir oyim sizni ham oyingiz-ku. Ko'rinib turibdi. Men va farzandimga zarar yetkazgan asosiy aybdorni juda ham yaxshi himoya qilarkansiz. Garov evaziga chiqarib olibsiz. Yo'q, Linsi, ular baribir Chenlar oilasining a'zolari. Oying sen uchun ularni qattiq jazoladi. Ular xatolarini tushunishdi. Yoki, opangdan kechirim so'ra. Opa, kechiring. Siz oyimni tuqqan qiz ekanligingizni bilmagandim. Demak, men bilan bolamni hayoti bittagina yuzaki uzrga arzir ekanda. Nega bugun 200lamachilik qilib mendan kechirim so'ragani keldingiz? Fuchiya, ularni ko'rishni istamayman. Iltimos ketishsin. Yoki, opangdan kechirim so'ra. Uni oldida tiz cho'kib kechirim so'ra.
Shoki, sen kecha opangning yuziga shapaloq urganding. Bugun tiz cho'kib undan kechirim so'raysan. Tiz cho'k. Tiz cho'k. Oyi! Hozir senda bor bo'lgan hamma narsa aslida opangga tegishli. Sen 20 yildan ortiq vaqt davomida bizning mehr va muhabbatimizdan bahramand bo'lding. Hatto sen orzu qilayotgan noshtaruv ham aslida opangniki edi. Hoziroq opangdan kechirim so'ramasang, uyimizga qaytib kelma. Xo'p, tiz cho'kaman. Kechiring. Sizni urmasligim kerak edi. Kechiring. Bunchalar takabbur bo'lmasligim kerak edi. Kechiring. O'zimni o'ldirishim kerak edi. Linsi, Shoki xatosini tushunib yetdi. Oying ham xatosini tushundi. Iltimos bizni bir marta kechir. Xatoyimizni tuzatish uchun bizga imkon ber. Tomoshangiz tugagan bo'lsa ketinglar. Unga tinchlik kerak. Qanaqa tomosha? Nan. Shuncha yillar davomida dadang bilan seni qidirishdan to'xtamadik. Sen yo'qolgan kuni men aqldan ozishimga oz qolganda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushib qolishimga sal qoldi. Nan. Agar dadang senga biroz o'xshagan bir qizni olib kelmaganda, men chiday olmasdim. Bu qiz Shoki edi. Mana shu qiz. Nima bo'ldi? Ha? Tashqariga chiqing. Yaxshi, onang ketadi. Sen yaxshi dam ol. Ertaga ko'rgani yana kelaman, xo'pmi? Linsi, bugungi xorligim uchun sendan 10 barobar, 100 barobar qasos olaman. Xafa bo'ldingmi? Xafaman. Biroz alam qilyapti. Bolaligimda Linlar oilasi meni urishganida yoki haqorat qilishganida, balki meni asrab olishgandir deb o'ylagandim. O'shanda haqiqiy ota-onam menga juda ham yaxshi munosabatda bo'lishsa kerak derdim. Uni ko'rganimda u chen yekani yo'lida turganim uchun qo'limda sindirgandi. Qo'lim og'ridi, juda ham og'riyapti. Shunchalik ham yomon ko'rishadimi? Men ularga nima qildim axir? Yig'lama. Men yoningdaman. Fuchiya. Nega menga bunchalar yaxshi munosabatdasiz? Endi doim shunday munosabatda bo'laman. Bu faqat bolalarimiz borligi uchunmi? Agar avval bolalarimiz sababli bo'lgan bo'lsa, hozir seni o'zing sababli. Linsi, sen Chenlar oilasining qizisan. Demak, birga bo'lish bizni taqdirimizga yozilgan. Agar sen bo'lmaganingda, hozir men bu dunyoda bo'lmasdim balki. Oyi, tez yordam chaqiring. Alo, tez yordammi? Bolakay, o'zingga kel. Alo, tez yordam. Bemorning qon guruhi noyob. Shifoxonamizda zaxira yo'q. Boshqa shifoxonaga olib borishga esa kech. Meni qon guruhim noyob. Nana, sen hali juda kichkinasan. Ammo men akamni qutqarishni istayman. Linsi, agar o'shanda sen bo'lmaganingda, hozir men ham bo'lmasdim balki. Unda kecha siz meni qutqardingiz. Bundan chiqdi 20 yil oldin siz meni kecha qutqarganingiz uchun sizni qutqargan ekanman-da. Ha, to'g'ri. Linsi, pastda haydovchi tayyor. Uyga borib yaxshilab dam ol. Buving uyda sen bilan birga bo'ladi, xo'p? Nanan. Kechir. Shuncha yil o'tib seni endi topdik. Otang bilan onang seni darhol taniy olmadi va katta xatoga yo'l qo'yishga oz qoldi. Otang bilan onang sendan kechirim so'rashga umid qilmaydi. Biz faqat xatolarni tuzatishga harakat qila olamiz.
Shahar markazidagi 10 ta uy-joy sizning nomingizga rasmiylashtirildi. Chenlar oilasiga tegishli 100 ta do'konlar tarmog'i ham, shuningdek, Chen kompaniyasining 20% aksiyasi. Onang senga qaysi markadagi mashina yoqishini bilmaydi. Shuning uchun shahardagi 30 ta yangi hashamatli mashinani hammasini sen uchun sotib oldim. Qizimiz 1 oy davomida har kuni yangi mashina haydash mumkin. Hisob varaqadagi qoldiq 2 milliard naqd pul, yana qara 10 kilogramm oltin yombi. Menga bular kerak emas. Nannan. Xiaoxi, bularni ota-onang atayin sen uchun tayyorlagan. Iltimos, ol. Nahotki oilamiz buni bera olmasa? Albatta, bera oladi. Amaking juda xursand. Sizlarning taqdiringiz shunday ekan. Sen Linsiga juda yaxshi g'amxo'rlik qilding. Ammo erning sovg'asi bilan ota-onaning sovg'asi o'rtasida farq bor. Qarindoshlik rishtalarni o'zi bo'lmaydi. Linsi ham o'zini sevadigan ota-onasiga ega bo'lishni xohlasa kerak. Ha, Linsi, bunga quloq sol. Bekorga berilayotgan narsani olishdan bosh tortma. Aks holda bu boshqalarga nasib qiladi. Hamma narsani olamiz, ammo agar qizingizni tan olmoqchi bo'lsangiz, munosabatingiz ham shunga yarasha bo'lsin. Ha, to'g'ri. Ha, men hoziroq uyga borib, qaytishing sharafiga bazm uchun hamma narsani tayyorlayman. Barcha qarindoshlar va do'stlar Linsi kimligini bilsin. Mana bu boshqa gap. Chiye, ertaga Linsini o'sha yerga olib bor. Yaxshi, ajoyib. Rahmat. Chenlar oilasiga qaytmoqchimisan? Meni fikrimni so'radingmi? Bu yerga yig'ilganlarning barchasi mening qarindoshlarim va yaqin do'stlarim. Sizlar shuncha yil Nannanni qidirib, qanchalik azob chekkanimni bilasizlar. Sa'y-harakatlarim besamar ketmadi. Ijozatingiz bilan sizlarga rasman tanishtiraman. Bu mening qizim Chensi. Bugundan boshlab u Chen korporatsiyasining yagona merosxo'ri. O'z qizi ekan, rost Chen xonimga juda o'xsharkan. O'z qizi qaytdi. Unda asrandi qizi nima bo'ladi? Bo'lardi. O'z holiga tashlab qo'yishadi. Axir u yetimxonadan olib kelingan. Ilgari juda takabbur edi. Endi jabrini o'zi tortadi. Ana, ko'rasan. Opajon! Endi qizimga ham 2 og'iz so'z beraylik. Xiaoxi, Falokat! Opam o'zini tomdan tashlamoqchi. Xiaoke, O'zini tomdan tashlamoqchi. Tur. Xiaoke. Xiaoke, nega buncha balandda turibsan? Tez pastga tush. Oyi, hammalaringiz meni opamni o'rniga o'yinchoq dedingiz. Endi opam topilgach, uni o'rnini bosib turgan kimdir sifatida o'limim hammaga ahamiyatsiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Dada, oyi, men bu o'yini doim o'zimniki deb o'ylagandim, lekin bugun tushunib yetdim. Men bu yerda ortiqcha ekanman. Nimalar deyapsan? Sen doim bizni qizimiz bo'lib qolasan. Tez pastga tush. Xiaoke, aqlingni yig'. Meni aldamang. Bugun hamma narsani unga berdingiz. Yana men asrandi qiz ekanimni butun dunyoga e'lon qilmoqchisiz. Agar men zarracha mehr ola olmasam, unda o'lganim yaxshi. Xiaoke. Xiaoke, oyingni qo'rqitma. Yolvoraman, pastga tush. Nima xohlasang hammasini beraman. Bo'lishi mumkin emas. Sizlar faqat Linsini o'ylaysizlar. Meni bor yo'qligimni sizlarga ahamiyati yo'q. Xiaoke, aytyapman-ku, opang senga va'da beradi. U senga o'z singlisidek qaraydi. Tezroq. To'g'ri. Opang senga va'da bersin. Singlingga ayt. Kelajakda yaxshi munosabatda bo'lasizlar. Tezroq ayta qol. Qani. O'ldiraman. Men juda oddiyman. Yaxshi oilada katta bo'lmadim, shuning uchun fe'l-atvorim ham keng emas. Oldingi oilamda hamma mendan foydalanishardi. Shuning uchun men har bir narsa uchun kurashishim, oldinga intilishim kerak edi. Boshim yorilsa ham to'xtashga haqqim yo'q edi. Menga qanday munosabatda bo'lganingni hech qachon unutmayman. Shuning uchun bu hayotda seni o'z singlimdek qabul qila olmayman. Nima? Bugun sharafimga uyushtirilgan bazmda janjal chiqarding. Meni Chenlar oilasiga qaytishimni istamasmiding? O'zimni xo'rlangandek his qilyapman.
Nimaga xo'rlanasan? 20 yil hashamatli hayot kechiribmi? Yoki bir odamni o'ldirishga sal qolsa Chenlar oilasi seni himoya qilayotganigami? Xafa bo'lish kerak bo'lgan odam bo'lsa, bu menman. Sen nega xafa bo'lasan? Lensi, bas qil. Sen opamni o'ldirmoqchimisan? Shunda xursand bo'lasanmi? 3 kunlikka tushgan. Bularning hammasi sen tufayli. Sioki, Tushkunlikka. Qo'lingdagi qurol shumi hali? Sioki, Sioka! qizim, Qizim! qizim. Hoy! Qanaqasiga bunchalar sovuqqon bo'lishing mumkin? Sen o'z singlingni o'ldirmoqchimisan? U allaqachon tushkunlikka tushgan. Bir og'iz yaxshi gap aytsang nima qilardi? Haddingizdan oshmang. Siz hozir xotinimni urdingiz. Kechir Linsi. Meni shunchaki Linsi joning og'riyaptimi? Sizlar yaxshi bilan yomonni ajrata olmayapsizlar. Linsi, yur men bilan uyga ket. Bunday ota-onani tan olmasang ham mayli. Agar sizlar Linsidan voz kechsangiz, bizning fu oilamiz uni tan oladi. Sizlar juda jirkansizlar. Men unday emas. Yo'q. Linsi, Linsi. Sioki, Sioki. Bu Chenlar oilasi juda jirkanch. Shunchalar nayrangboz asrandi qiz uchun o'z qiziga shunday munosabatda bo'lishdi. Bu o'zi seni qaytganing sharafiga qilingan bazm edi. Ular bo'lsa shuncha katta janjal chiqarishdi-ya. Hech qisi yo'q buvijon. Ko'nglim joyida. Qolaversa, ular bilan hech qanday yaqinligim yo'q. Chiye. Linsi, sen Chiyaga turmushga chiqqaning uchun endi bizning fu oilasi a'zosisan. Keyinchalik farzandlaring tug'ilgach, bu uyimiz yanada shovqinli va shodon bo'ladi. Bu jonim haq. Noloyiq odamlar uchun xafa bo'lish kerak emas. Yaxshi. Sizlar yosh oila o'zingiz suhbatlashinglar. Men bu yerda 3-ortiqcha bo'lib turmayman. Haliyam og'riyaptimi? Unda senga kiyim olib kelaman. Linsi, tug'ilgan kuning muborak. Lekin bugun tug'ilgan kunim emas-ku. O'zim ham tug'ilgan kunim qachonligini bilmayman hatto. Chen Yekeni tanishtiruv marosimi bo'lgan kun seni haqiqiy tug'ilgan kuning. Men senga tug'ilgan kuningni sovg'a qilmoqchiman. 24 yoshing muborak bo'lsin. Tilak tila. Tilagim shuki, har bir kunim oldingi kunimdan baxtliroq bo'lsin. Linsi, qara. 20ta tug'ilgan kun sovg'asi, yo'qotgan 20ta haqiqiy tug'ilgan kuning uchun. Chiye, bularni hammasini o'zingiz tayyorladingizmi? Bu sovg'alarni Chiyening o'zi tanlagan. Hatto qo'lda yasalgan buyumlar ham bor. Ha, senga yoqadi. Linsi, qara. Qor qanday yog'yapti. Ha-ya. Bu yil esiga daromadlar tushib ketdi. Qor yog'sa bosh qahramondan bo'lsa olish kerak. Ha? Shunday qoidasi bor. Xo'sh, bosh qahramon bo'lsa berasan. Ota-onam baribir meni haqimda qayg'urar ekan. Qiziq, ular Linsini unashtiruvdan meni foydamga voz kechishga majburlasharmikin? Nimalar qilmoqchisan yana? Seni deb opangga shapaloq urdim. Yana nima xohlaysan? Kecha opangning tanishtiruv bazmi bo'lganda, sen bo'lsang shuncha janjal chiqarding. Shuncha baland joydan o'zingni tashlaganing nimasi? Sizlar faqat Linsini o'ylaysizlar. Men qo'rqyapman. Opangga
tegishli bo'lgan hamma narsa seniki Unda bo'ladi. meni Chiye bilan unashtiruvim nima bo'ladi? Unashtiruv aslida opang bilan Chiyeniki edi. Qolaversa ikkalasi bir-biriga ko'ngil qo'yib bo'lishgan. Savki, biz senga boshqa munosibroq qalliq topamiz. Gapimga quloq sol, xo'pmi? Xohlamayman. Men hamma narsani opamga berishim mumkin, lekin Fuchiyeni chin dildan sevaman. Agar unga turmushga chiqa olmasam, o'lganim Bas yaxshi. qilib. Onang bilan biz seni 20 yil o'zimni o'ldiraman deb qo'rqitishing uchun katta qilmadik. Shifoxonada yaxshilab davolan. Aqlingni yig'ib olmaguningcha Chenlar oilasiga qaytma. Ketdik. Ikkalangiz ham qizimsan deysizlar. Baribir o'z qizlaringizni himoya qilyapsiz. Opa, hozirgi vaziyatda yumshoqroq gapirish kerak. Ular yaqindagina Linsini topishdi, kim biladi qanchalik vijdonlari qiynalayotgandir. Qolaversa, kechqurun ko'rdingiz-ku, Fular oilasi Linsini qanday himoya qilyapti. Endi Chenlar oilasi bo'lmasa, Fular oilasi bor. Afsuski biz endi unga raqib bo'la olmaymiz. Sen ham ustimdan kulgani keldingmi? Qanaqasiga opa? Biz faqat ikkalamiz bir tomondamiz. Hozir eng muhim narsa Fular oilasi bilan Linsi o'rtasiga nifoq solish. Chenlar oilasiga kelsak, siz u yerda 20 yildan ortiq yashadingiz. U sizni yenga olmaydi. U satang allaqachon homilador. Fuchiye bo'lsa uni baribir himoya qilyapti. Nifoq solishi bu aytishga oson. To'g'ri. Agar Fuchiye Linsisiz yashay olmasa, unda Linsini Fuchiyedan o'z ixtiyori bilan ketishga majbur qilamiz. Nima demoqchisan? Men hammasini aniqlab qo'ydim. Linsining bir yigiti bo'lgan. Ular hatto turmush qurishni rejalashtirishgan. Agar Ro'yxatga oling. Yan Ayxua 48 yosh, Tsiansi 27 yosh. Janob, siz bitta katta kravatli xona bron qilgan ekansiz. Siz bilan oyingiz uchun ikkita kravatli xonaga almashtirib beraylikmi? Nima? Bu uning onasiga o'xshamaydi. qizaloq, ko'zlaring ko'rmi? Shu qadar yosh va chiroyli bo'lsam, qanaqasiga uning onasi bo'lishim mumkin? Agar yana bir marta bema'ni gap qilsang, ustingdan shikoyat qilaman. Kechqisi yo'q, asalim, jahling chiqmasin. Bu mehmonxona xodimlarining ko'zida muammo bor. Bu yerda turmaymiz. Xonadan chiqamiz. Qani? Ikkingizdan ham uzr so'raymiz. Hozir chiqishingizni rasmiylashtirib beramiz. Tsiansi, Linsi, bu seni fohishaboz sobiq qallig'ing emasmi? Bu yerda u nima qilyapti? Ha, uning didi bunchalar pasayib ketadi deb o'ylamagandim. Tsiansi, Linsining sobiq qallig'i. Sen kimsan? Sen hali bilmaysanmi? Linsi endi zodagon xonim. U Chenlar oilasining ko'p yillar oldin yo'qolgan qizi. Yaqindagina topishdi. Nima? Agar sen u bilan yarashish yo'lini topsang, arzimagan pul uchun bu kampir bilan azoblanishingga hojat qolmaydi. Linsi men bilan aslo yarashmaydi. Agar bu imkoniyat bo'lmasa, uni o'zing yarat. Ol. Qolganini men aytgandek qil, xo'pmi? Linsi, 2011-xonadagi mehmon shaxsan seni xona xizmatiga chaqiryapti. Menimi? Xo'p, hozir boraman. Janob Fu, xonim bilan munosabatlaringizni hali ham yashirishingiz kerakmi? U ishini juda qadrlaydi. Uni noqulay ahvolga solib qo'yishni istamayman. Unga radar o'rnatib qo'yganmisiz. Xonim qayerda bo'lsa, janob Fu ham o'sha yerda. Ha, Salom, xona xizmati. Salom, kirsam maylimi? Salom. Bu yerda kimdir bormi? Salom. Linsi, Qo'yib yuboring. Linsi,
xato qilganimni bilaman. Boshqa hech qachon unday qilmayman. Yarashaylik, xo'pmi? Linsi, sendan meni kechirishingni o'tinib so'rayman, xo'pmi? Biz unashtirilgandik. Men qalin pulni ham bergandim. Sen deyarli mening xotinim bo'lganding. Yaqindagina boy ayol bilan birga eding. Endi esa mendan kechirim so'raysanmi? Senda uyat bormi o'zi yo'qmi? Agar meni kechirmasang ham, hali tug'ilmagan bechora farzandlarimizni o'yla. Bola otasiz tug'ilishni xohlaysanmi? Yaxshilab o'ylab ko'r. Linsi, sendan yolvoraman, meni kechir. Axir men bolamizning otasiman-ku. Shunchaki bu safar kechir, maylimi? Nimalar deyapsan o'zi? Odamlarni olib kirishim mumkin. Linsi meni kechiradimi yo'qmi bilmayman. Kechirsa ham, kechirmasa ham biz o'zimizni to'g'ri tutishimiz kerak. Sen boshqa ahmoqona ish qilma. Uqdingmi? Mayli. Ana. Sizlar Linsini haqiqiy ota-onasimisiz? Men uning o'gay onasiman. Sizlarga ba'zi narsalarni aytishim kerak. Nima? Sizlar hali kelishga jur'at etdinglarmi? Butun oilangiz bilan qizimga zo'ravonlik qilgansizlar. Qalin pul uchun uni sotgansizlar. Juda shiddat. Zo'ravonlik. Men uni yedirib, ichirib katta qildim. Bu zo'ravonlikmi? Linsi o'smirlik davridan beri bema'ni ishlar bilan shug'ullanib yurardi. Yana uydagi pullarni ham o'g'irlardi. Uni har safar urganimda bu uning axloqsizligi uchun edi. Qarang, bitta yaxshi yigit topganda, u ham bo'lsa, mehmonxona boshlig'iga osilib oldi. Nimalar deyapsan? Bizning Linsiyimiz unaqa qiz emas. Qolaversa, Fuchiye bilan anchadan beri bir-birini sevishadi. Qanaqasiga sevsin? Linsining qornidagi bolasi uning sobiq qalig'idan, janob Fudan emas. Bo'lishi mumkin emas. Ishonmaysizlarmi? Yuzma-yuz isbotlashga jur'at etasizlarmi? Bo'ldi. Xiaosidan so'raymiz. Men qizimning bunday qiz ekaniga ishonmayman. Chi, u bilan o'rtamizda hech narsa bo'lmagan, hech qachon. Bu gapga kim ham ishonadi? Bu Tyansev o'xshaboz g'irtablah. Uni gaplariga ishonib bo'lmaydi. Janoblar, biz Linsi bilan unashtiruvgacha yetib borgandik. Bugungi jamiyatda u bilan o'rtamizda hech narsa bo'lmaganiga kim ham ishonadi, a? Tyanse, tuhmat qilma. Sen bilan o'rtamizda hech nima bo'lmagan. Biz 2 yil birga edik. Atigi 2 oy oldin mendan ketib qolding. Hozir esa allaqachon 2 oylik homiladorsan. Agar otasi men bo'lmasam, unda kim? Gapir. Bu bola senikimi? Ha. Linsining qornidagi bola meniki. Men uni sevaman. Men uni chin yurakdan sevaman. Hatto unashtirilganimizdan keyin sen bilan xiyonat qilgan bo'lsa ham, men ota sifatida uni kechiraman. Demak, bularning hammasi rost ekanda. Ha? Linsida bunaqasi birinchi marta emas. Maktabda o'qiyotganda ham duch kelgan bilan don olishib yurardi. Abort ham qildirgan. Shuning uchun uni urganimizga ajablanmang. Uning o'zi juda quloqsiz. Qanaqasiga bunchalik bordi? Yekeni qo'ya turing. U hatto Tyaoga ham arzimaydi. Bu yerda shuncha odam bor. Uyatdan yerga kirib ketay dedim. Ketdik. Sen Linsini sevasan, ammo unashtiruvdan oldin fohishalar bilan yurasan. Men buni sevgi deb hisoblamayman. Qolaversa, sizlar allaqachon orani ochiq qilgansiz. Siz u kim bilan uchrashsa, kimga turmushga chiqsa yoki kimdan homilador bo'lishi bu uni ishi. Sen uni ish joyiga kelib janjal va tuhmat qilyapsan. Bu sevgi emas, qasddan zarar yetkazish hisoblanadi. Nima bo'lganda ham qornidagi bola meniki, sen seniki. Janob Fu, siz ham obro'li odamsiz. Shunday juvon bilan birga bo'lishga rozimisiz? Qanaqa juvon? Unashtiruv kuni sendan voz kecha olgan qizda yetarlicha jasorat bor. U mehribon va go'zal. Nega endi u bilan birga bo'lmasligim kerak? Chi, Odamlar, hoy qaranglar. Boshlig'ingiz buyuk prezident Fu birovning qallig'ini tortib, qolaversa uni bolasiga ota bo'lishga ham tayyor ekan. Ota sifatida uni kechiraman. Demak, bularning hammasi rost ekanda. Ha? Linsida bunaqasi birinchi marta emas. Maktabda o'qiyotganda ham duch kelgan bilan don olishib yurardi. Abort ham qildirgan. Shuning uchun uni urganimizga ajablanmang. Uning o'zi juda quloqsiz. Qanaqasiga bunchalik bordi? Yekeni qo'ya turing. U hatto Tyaoga ham arzimaydi. Bu yerda shuncha odam bor. Uyatdan yerga kirib ketay dedim. Ketdik.
Sen Linsini sevasan, ammo unashtiruvdan oldin fohishalar bilan yurasan. Men buni sevgi deb hisoblamayman. Qolaversa, sizlar allaqachon orani ochiq qilgansiz. U kim bilan uchrashsa, kimga turmushga chiqsa yoki kimdan homilador bo'lishi bu uni ishi. Sen uni ish joyiga kelib janjal va tuhmat qilyapsan. Bu sevgi emas, qasddan zarar yetkazish hisoblanadi. Nima bo'lganda ham qornidagi bola meniki, sen seniki. Janob Fu, siz ham obro'li odamsiz. Shunday juvon bilan birga bo'lishga rozimisiz? Qanaqa juvon? Unashtiruv kuni sendan voz kecha olgan qizda yetarlicha jasorat bor. U mehribon va go'zal. Nega endi u bilan birga bo'lmasligim kerak? Chi. Odamlar, hoy qaranglar. Boshlig'ingiz buyuk prezident Fu birovning qallig'ini tortib, qolaversa uni bolasiga ota bo'lishga ham tayyor ekan. To'g'ri, janob Fu bunga rozi. Bilmadim. Linsi janob Funi qanday issiq sovuq qilib oldi ekan? Tato, janob Fu ilgari opam bilan unashtirilmaganmidi? Nima bo'lyapti o'zi? Nimayam bo'lardi? Ayrimlar o'zlari yopishib olishadi. Tanzi, bugun bu yerga to'satdan kelib qolding. Kimdir senga nimadir dedimi? Senga nimani va'da qilishdi? Hech kim menga hech narsa va'da qilmadi. Men hammasini bolam uchun qilyapman. Oxirgi marta so'rayman. Bola seniki ekaniga ishonching komilmi? Albatta. O'shanda to'shakda rosa urug' qadagandim. Linsi, esingdan chiqmagandir? Tanzi, juda ham uyatsizsan. Xavotir olma. Nima? Yaxshilab qara. Bu Linsini qornidagi bolani otalikni aniqlash testi. Bola meniki, Fuchi yeniki. Sen unga hech qanday aloqa yo'q. Bu mumkin emas. Bola hali tug'ilmagan. Qanaqasiga otalikni aniqlash testini qilding? Ey bola, gapirishdan oldin ko'proq kitob o'qi. Hozirgi tibbiyotda buni ancha oldin aniqlash mumkin. Mehmonxonada janjal va tuhmat qilishga jur'at etdingmi? Yashash joniga tekkanga o'xshaydi. Yo'qol. Yaramas. Lisi, garchi bola meniki bo'lmasa ham, sen bilan birga bo'lishni xohlayman. Sen meni kechirasan, shundaymi? Bir marta xiyonat qilgan odamga umrbod ishonch yo'q. Bu shapaloq o'tmishdagi ishlaring uchun. Mana bunisi esa hammani oldida menga tuhmat qilganlaring uchun. Qornimdagi bolam uchun urdim seni. Hozir aytgan gaplaringni yozib oldim. Tuhmatda ayblanib, endi qamoqqa tushasan. Meni tuzoqqa tushirding. Nima qilyapsan? Yo'qol. Qoyil dugonajon. Bunday ablahni tiyib qo'yish uchun shunday qilish kerak edi. Baribir Linsi zo'rda. Indamay janob Funi ilintirib oldi. Endi bola tufayli qadri oshdi. Keyingi kunlarimiz qiyin bo'ladiganga o'xshaydi. Biz uni qancha xafa qilmadik. Endi qasos olmasmikin? Tezroq ketaylik. Qarshi qolmasak hech bo'lmasa qochib qutulamiz. Munosabatlarimizni endi yashirib bo'lmaydiganga o'xshaydi. Unda oshkor qilaylik. Axir munosabatlarimiz uyatli emas. Linsi, unutma, men sen bilan nikohdan o'tganman. Yaxshisi kerak emas. Unda men ishga qaytay. Janob Fu, Linsi sizni juda ham yaxshi ko'radi, lekin u yaqindagina omadsiz muhabbatni boshdan kechirgani uchun o'zini xotirjam his qilmayapti. Ammo men uni ishontirishga harakat qilaman. Rahmat. Zanfey, to'g'rimi? Lavozimingni oshirib, oyligingga ustama qo'shib beraman. Voy. Boy odamni sevgisi uchun o'lsam ham arziydi. Mashinaga o'tir. Sen o'zi kimsan? Seni garov evaziga chiqargan odam Chen Yeke, Linsini singlisiman. Sen Linsini xohlaysan, men Fuchiyenim. Birga ishlasak qanday bo'larkin? Qanday rejang bor? Linsi seni tanlamadi, chunki sen unga hech qachon chinakam egalik qilmagansan. Bola ham seniki emas. Tezroq gapir. Men aql o'rgatishing uchun kelmadim. Juda oson. Unga hech bo'lmasa bir marta egalik qilishing kerak. Men bugun hammasini rasvo qildim. Uni qanday qo'lga kiritaman? Shuning uchun hamkorlik qilamiz. Senga o'zim yordam beraman. Xo'p, hamkorlikdan xursandman. Qayni singiljon. Linsi, sen borib dam ol, men o'zim qilaman. Shart emas.
Bu meni ishim. Sen boshliqni xonimisan. Linsi, sen borib dam ol, men o'zim qilaman. Shart emas. Bu meni ishim. Sen boshliqni xonimisan, yana homiladorsan, o'zingni charchatib qo'yma. To'g'ri, Linsi. Tezroq borib divanda dam ol, ishni biz qilamiz. Nega uyda dam olmayapsan? Janob Funi hashamatli uyda yashashga ko'nika olmadingmi? Qishning sovug'ida biz oddiy xodimlar bilan birga ishlayapsan. Ish bu ish. Janob Fu bilan shaxsiy munosabatlarimizni ishga aloqasi yo'q. Chiroyli gapiryapsan. Hammamiz hamkasbimiz, shundaymi? Sen boshliqning xonimisan, biz esa oddiy xodimlar. Haftadan biror xato qilsak, sen uyingga borib, boshliqning qulog'iga shivirlaydigan deb tuyulasan. Pulga muhtoj emassan-ku. Agar sen bu yerda turtinib yoki yiqilib ketsang, hammamiz javobgar bo'lamiz. Juda hayratlanarli, Linsi. Qorningdagi bolang necha oylik? Sobiq qallig'ingni ajrashgan kuningni o'zidayoq janob Fu bilan yotmagandirsan, ha? Hay, ketma. Bizga ham o'rgat. Janob Funi qanday ilintirib olgansan? Gaping tugagan bo'lsa, endi borib ishlay. Seni ishing kechqurun janob Fuga yaxshi xizmat qilish. Kunduzi bu yerda o'zingni ko'rsatishing shart emas. Chen Xiao, nimalar deyapsan? Sen shunchaki Linsiga hasad qilyapsan. Ha, rostdan ham hasad qilyapman. Linsi menga o'z makorliklarini o'rgatsa, men ham boy erga tegib olarmidim. Bugun hammangiz ko'rdinglar-ku, janob Fu Linsini qanday himoya qilganini. Yana sobiq qalig'i ham uni shunchalar sevarkan. U qizlar uchun ilhom parisini naq o'zginasi. Yur. Shelsi, senga nima bo'ldi? Shuning uchun ham hech kimga munosabatimizni oshkor qilishni istamagandim. Endi men hamma qatori ishlay olmayman. Sen homiladorsan. Aynidan bolaga qarash vaqti dam olish kerak. Egzaklarni ko'tarish juda Men ishlashim kerak. Bolaligimdan tushunganman. Bu hayotda faqat o'zimga suyana olaman. O'z qo'llarim bilan faqat tirishib ishlab, faqat o'zimni o'zim boqishim mumkin. Endi yoningda men borman. Kelajakda sen bilan bolani men himoya qilaman. Fuchiye, men o'zimni xotirjam his qilmayapman. Bilaman, meni hozirgi oyligim juda ham kam, lekin siz uchun yoki chinlar oilasi uchun bu dengizdan bir tomchi xolos. Lekin bu meni ko'nglim xotirjamligi uchun odamlardan pul so'rab yashash azobini yetarlicha tortganman. Shuning uchun men faqat yaxshi ishlab pul topishni va bu ishimni saqlab qolishni istayman. Endi esa buni ham barbod qildim. Endi hech kim meni menejer o'rinbosari Lin deb hisoblamaydi. Ular meni janob Funi xotini, boshliqning xonimi deb bilishadi. Meni maqomim endi o'zimga tegishli emas. Biz bekor munosabatlarimizni oshkor qildik deb o'ylayman. Linsi, unda menga ayt, nima qilishim kerak? Linsi, sen Fuchiyeni xotinisan. Men esa seni eringman. Meni maqomim ham senga bog'liq. O'z ishing bo'lishini xohlaysanmi? Bu mehmonxonani seni nomingga o'tkazib beraman. O'zing boshqarasan, xohlasang. Bunday sadaqangizga muhtoj emasman. Bu aslo sadaqa emas. Hatto men ham senikiman. Meni hamma narsam bizni umumiy mulkimiz. Linsi, suyanchig'ing bo'lishga ruxsat ber, xo'pmi? Voy, hech narsani ko'rolmayapman. Yo xudo, Linsi bilan janob Fu biram yoqimtoy juftlik. O'chir. Bugun janob Fu mehmonxona bilan mol-mulkining yarmini Linsiga berishini o'z quloqim bilan eshitdim. Fuchi rostdan ham muhabbatdan aqldan ozgan. Unga xiyonat qilishgan bo'lsa ham indamaydi. Nahotki janob Funi onasi buni bilsa g'azabdan o'lib qolishdan qo'rqmaydi. Yo'q, bizning chinlar oilasi buncha sharmanda bo'la olmaydi. Dadasi, Sioke, tez orada men bilan Fular oilasiga borasizlar. Men uni bolasidan qutulishga majbur qilaman. Bosh qiz. Ertaroq bilganimda Fuga Xiaokeni unashtirib qo'yardim. Tushundim.
Buvajonni qon bosimi yuqori. U ovqatlanishga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Aks holda ahvoli yomonlashadi. Qanday yaxshi bilasan. Hamma narsani bilasan. Negadir o'zimni senga munosib emasdek his qilaman. Oyog'ing yaxshimi? Bu buvajonni eng sevimli eski idishi edi. Linsi, oilaviy qoidalarga rioya qilish kerak. Buvijon, bu shunchaki idish-ku, yangisini sotib olamiz. Hali shunday deyishga tiling boryaptimi? Sen og'iroyoq xotiningni o'zingga ovqat tayyorlashga majbur qilyapsan. Senda birorta ham erkaklik fazilati yo'qmi? Qani tezroq yig'ishtir. Kelinimni shikastlab qo'yma. Xo'p. Ikki muhtaram xonim, marhamat. Oshxonaga o'tdinglar. Yur, Ering buvajon. yura qol. O'z qulog'im bilan nimaga keldinglar? Siyosiy. O'tgan safar men bilan otang nohaq edik. Bu safar atayin senga sovg'alar tayyorlab uzr so'rash uchun keldik. Bizning linsiyimiz bu narsaga muhtoj emas. Narsalaringizni olib yo'qolinglar. Agar Funi buvisi Tsensi bilan bo'lgan munosabatlaringni bilsa, seni shunday himoya qilarmikin ko'ramiz. Uyga qaytinglar. Baribir sizlarni bittagina qizingiz bor. Men sizlarga kerak emasman. Ketinglar. Opa, bilaman bizni ko'rishga ko'zingiz yo'q, lekin bugun biz sizga yaxshilik tilab keldik. Xiaoki, hozir o'zingni yaxshi tut. Funing buziga yoqib qol. O'shanda men ham Funi buzidan nabirasini senga unashtirishni so'rayman. Tushunarlimi? Qizim. Tushundim. Xiaosi, bularni hammasini biz atayin tayyorlaganmiz. Shirinliklarni yaxshi ko'rishingni bilaman. Xiaoki tatib ko'rishing uchun sen uchun tayyorladi. Ha, xonim. Bizning kelinlar oilasi faoliyatini shirinliklar do'konlari tarmog'idan boshlagan. Xiaoki xorijiy qandolatchilardan ta'lim olgan. Juda mohir bo'lib yetishgan. Buvijon, qani tatib ko'ring. Juda shirin. Buvajon. Bu sizga mumkin emas. Voy opa, ularga gapingizni o'tkazar ekansiz-a? Keyin sizga mulkining yarmini va'da qilgani uchunmi? Hatto Fubuni ishlariga ham aralashishga jur'at qilyapsiz. Buvijon tatib ko'ring, juda shirin. Senga bu ekan. Mening yagona kelinim mana. Senga uylantirish uchun meni boshqa nabiram yo'q. Fubujon, men shunchaki opam sizni bunday boshqarishi sizga nisbatan hurmatsizlik deb o'yladim. Kelinim meni boshqarishi yoqadi. Senga nima? Ay, Linsi, men hozir shunchaki qarab qo'ydim, lekin bu shirinliklarni yemayman albatta. Xo'pmi? Buvajon, agar yashirincha shirinlik yesangiz, bu oydagi barcha shirinliklardan mahrum bo'lasiz. Yo'q. Buvijon, nega unga buncha quloq solasiz? Bilasizmi uni? Linsiga nima qilibdi? Buvijonni qon bosimi yuqori. Agar u buvijonni to'xtatmaganida, sizlar unga zarar yetkazardinglar. Kechiring, Chiye. Men bilmagandim. Ataylab qilmadim. Linsi. Tezroq qara. Homiladorlik sabab ko'ngil aynishi borib ko'raman. To'xtang. Buni men boshdan o'tkazganman, o'zim boraman. Ha, tezroq bora qol. Linsi. O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshi. Qizim, senga homilador bo'lganimda doim men ham ko'nglim aynirdi. 3 oydan keyingina yaxshi bo'lganman. Bu borada menga tortgan ekansan. Qara, bir zumda shunchalar katta bo'lib qopsan. Onang seni qanday o'sganingni ko'rmadi. Bundan juda afsusdaman, qizim. Linsi, men bilan uyga bora qol. Senga aytadigan ko'p gaplarim bor. Uyga? U endi Chen Yake bilan Chen Xiaolarning uyi. Yo'q, qizim. Men o'shanda Xiaokeni bolaligida senga biroz o'xshagani uchun asrab olgandim. Xiaoga kelsak, u Xiaoke bilan yaxshi o'ynagani uchun va juda ham Menga tushuntirishning keragi yo'q. Xullas, men ular bilan birga tinch yashay olmayman hech qachon. Meni topmaganman deb hisoblayvering. Linsi, seni o'gay onang bilan akang oldimga kelishgandi.
bizni nimaga qidirishdi? Pul so'rashdimi? Sariq chaqayam bermang ularga. Ular bilan oramiz ochiq. Yo'q, men ularga pul bermadim. Ulardan sen haqingda ba'zi narsalarni bilib oldim. Linsi, quloq sol. Men bilan uyga bor. Bir muddat biz bilan birga yasha. O'zim senga abort qildirish uchun yaxshi doktorni topaman. Zarar yetishiga aslo yo'l qo'ymayman. Boladan qutulgach, sog'lig'ingni tiklaymiz. Keyin yana farzandli bo'lishing mumkin, qizim. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Men hammasini bilaman. Qorningdagi bola Fuchiyedan emas, Linsi. Garchi sizlar nikohdan o'tgan bo'lsangiz ham, agar bu bola tug'ilsa, ertami kechmi hammasi oshkor bo'ladi. Hozir Fuchiye seni sevadi, lekin erkaklar o'zgaruvchan bo'ladi. Hech bir erkak xotinining xiyonatiga chiday olmaydi. Oyingga quloq sol. Bu boladan qutul, qizim. Keyinroq sog'lig'ingni tiklagandan so'ng o'zim senga munosib yigit topaman. O'ylab ko'r, qizim. Tushundim, demak, bu yerga avval meni chinlar oilasi olib ketib, keyin abort qildirishga olib borish uchun kelgansiz. Ha, aynan shuni nazarda tutgandim. Sizningcha men shunday ayolmanmi? Bir tomondan boshqaning bolasini ko'tarib olib, ikkinchi tomondan Fuchiyga turmushga chiqarganmanmi? Linsi, men seni ayblamayman. Bilaman, juda qashshoq oilada o'sgansan, yaxshi hayot ko'rmagansan. Shuning uchun ham to'g'ri yo'ldan adashgansan. Bularning hammasiga onang aybdor. Qizim, kelajakda chenlar oilasi seni himoya qiladi. Faqat qorningdagi boladan qutulsang bo'ldi. Biz sen uchun albatta o'zimizga munosib yaxshi er topamiz. Fular oilasi bilan unashtiruvga kelsak, o'rningni Siz o'zingizni juda ham buyuk onalik mehriga to'la adolatli ayol deb o'ylasangiz kerak, lekin qattiq adashasiz. Linsi, boshqa iloji yo'q. Fular oilasi juda boy va katta. Fuchiye seni sevsa ham, Fu xonim o'tmishingdagi qora dog'lar bilan seni qabul qilmaydi. Shaka esa bolaligida erka bo'lsa ham, uni qattiqqo'llik bilan tarbiya qilganmiz. U hech qachon bunday nomaqbul ish qilmaydi. Linsi, Ular o'tmishdagi qora dog'lar deb aytayotganlarning hammasini sizga o'gay onam aytgan, shundaymi? Men Seanzedan homilador bo'la turib Fuchiyni yo'ldan urgan ekanman. hech qisi yo'q. Oying hammasini to'g'irlaydi. Ishon. Lekin siz ularga ishondingiz. Men yomon sharoitda o'sganim uchun fe'l-atvorimni ham yomon deb o'ylagansiz. Siz avval ham chayyakan uchun meni urdingiz. Men sizga shuncha chidadim. Buni siz men dunyoga keltirganingiz uchun qarzimni uzdim deb hisobladim. Lekin hozir siz o'gay onamning gaplariga, bolaligimda meni xo'rlagan odamlarga ishonishni afzal ko'rdingiz. Men umuman sizni qizingizmanmi yoki yo'qmi? Chiqib keting, iltimos. Sizni ko'rishni umuman istamayman. Axir hammasini o'zim ko'rdim. Janzi aytdi, qorningdagi bolaning otasi u ekan. Kimni oldida aytdi? Buni Fuchiyani oldida aytdimi? Fuchiya shunchalik ahmoqmi? Yo'qol. Ovozingni o'chir. Daf bo'l bu yerdan. Qanaqasiga shunday ona bo'lish mumkin, a? O'z qizini zig'ircha avaylamaydi. Sizlar asramasangiz, bizning Fu oilasi avaylaydi uni. Men kim senga quda? Sen bunga loyiq emassan. Chiye, biz shunchaki Xiaosini uyga olib ketmoqchi edik. Uni uyi shu yer. Meni xotinimni qayerga olib ketmoqchisizlar? Marhamat qilib ketinglar. Yo'qolinglar. Ketdik. Linsi, ichib ol. Ilgari seni sut ichishga ko'ndirish kerak edi. Bugun esa hatto sezmading ham. Bo'ldi, xafa bo'lma. Homiladorlikda xafa bo'lish bolani tashqi ko'rinishiga ta'sir qilar ekan. Nima? Doim kayfiyating yaxshi bo'lishi kerak. Shunda bola ham chiroyli bo'ladi. Aslida ularga nisbatan menda hech qanday his tuyg'u qolgani yo'q. Lekin negadir yuragim siqilyapti. Ular baribir seni dunyoga keltirgan ota-onang. His tuyg'u bo'lmasa ham umid bo'ladi. Endi barcha umidlaringni menga bog'lashing mumkin. Seni sevgilingman va oilayman. Fuchiya, yaxshiyam siz borsiz. Xiaosi, men yuvinib chiqay, seni so'qlay qol. Linsi! Ha? Nima bo'ldi? Qo'ng'iz. Nima?
Demak, bo'la turib kichkina qo'ng'izdan qo'rqasizmi? Bolaligimdan qo'ng'izlardan qo'rqaman o'zi. Boshqa yo'qmi? Endi xotirjam bo'ling. Menga katta yordam berding. Senga qanday minnatdorlik bildirsam ekan? Qanaqa katta yordam deysiz? Minnatdorchilik bildirishning keragi yo'q. Yo'q, baribir minnatdorlik bildiraman. Borib yotaqda meni kutib tur. Minnatdorlikni o'sha yerda bildiraman. Voy, uyatsiz-ey. Kap katta erkak bo'la turib, qo'ng'izdan qo'rqar emish. 8-darajali xatar. O'sha zodagon xonim yana keldi. Prezident lyuksini band qilmoqchi. Kim ekan? Cheng Yeke. Prezident lyuksida allaqachon mehmon bor. Yagona bo'sh qolgan xona janob Funi o'zi uchun saqlab qo'ygani. Nega bunday ishlaysizlar? Hozirgina bo'sh xona borligini ko'rgandim. Sizlar atayin ro'yxatdan o'tkazmayapsizlarmi? Kechirasiz. Mehmonxonamizda prezident lyuks xonalar hammasi band. Linsi, sen meni ataylab ovora qilmoqchimisan deb o'ylayapman. Hozirgina bo'sh xonalar bor edi-ku. Men bu yerga pul sarflash uchun keldim. Men mijozman. Bu nima degani? Oxirgi qolgan xona faqat prezident uchun saqlanadi. U boshqalarga berilmaydi. Uzr. Men bugun aynan shu xonada qolaman. Prezident lyuksidan boshqasi meni maqomimga to'g'ri kelmaydi. Chen xonim, sizga yuqori darajali lyuksni yarim narxida. Sen meni yuqori darajali lyuks bilan aldamoqchimisan? Senga o'xshagan past tabaqali odamlardek arzimasmanmi? Sabrim tugadi. Seni maqoming qanday o'zi? Chen xonim, siz yetimxonadan chiqqansiz. Siz ham iltimos qilib o'rningizni biling. Sen kimsan o'zi? Bunday deyishga qanday jur'at Men etding? kimmanmi? Buni hammani oldida aytishni xohlaysanmi? Yaxshi, unda aytaman. Men Chenlar oilasining haqiqiy vorisiman. Qonuniy jihatdan seni opangman. Hech kim senga hurmatni o'rgatmagan bo'lsa, mana men o'rgataman. Ko'rasan mendan. Xomtama bo'lma. Injiq, soxta va makkorsan. Senga o'xshagan noloyiq odam meni singlim bo'lishiga arzimaydi. O'zing Chenlar oilasining qizi bo'lishga umuman loyiq emassan. O'sha ota-onasi tomonidan qalin pul uchun sotilgan qizlardansan. Hali meni urishga jur'at etdingmi? Oyimga aytib Ovora bermasanmi? bo'lma. Men hozirgina u bilan gaplashayotgandim. O'zi hamma gaplaringni eshitib bo'ldi. Linsi, meni chuv tushirdingmi? Oyi, bunday emas. Gapimni eshiting. Endi o'zing o'ylab ko'r. Bu gaplarni eshitganidan keyin Chenlar oilasi seni bezor qiz deb o'ylasharmikin yoki yo'q? Sanfey, unga lyuks xonani rasmiylashtir. Yana bir gap. Mehmonxonaga yetkazilgan zararni qoplasin. Yaxshi, xo'p bo'ladi, menejer xonim. Senga qoyilman, Linsi. Uni rosa bo'plading. Chen xonim gaplaringni eshitib, darrov tilini tishlab qoldi. Yana u soxta xonim bo'lib chiqdi. Menejer Lin Chenlar oilasining qolgan qizi bo'lib chiqishini o'ylamagandim. Bundan buyon u bilan uchrashganda toqat qilish shart To'g'ri, emas. toqat qilish kerak emas. Men Fu bilan Chenlar oilasining qizi bolalikdan unashtirib qo'yilgan deb eshitgandim. Linsi bilan janob Fu bir-biriga mos ekanda. Demak, kimdir esa o'zganing joyini egallab mish-mish tarqatib yurgan ekan. Yana o'sha Chen Cao ham Chen Yekenning yordami bilan o'zini shunchalar katta olardi. Juda kulgili. Boshqalarning orqasidan g'iybat qilsang, tiling kuyib qolishidan ehtiyot bo'l. Men noto'g'ri gapirmadim. Qilgan ishingni inkor qilmoqchiman. Ishingni inkor qilmoqchimisan? Kim qilgan ishini inkor qilyapti? Kimsan o'zi? Bunday deyishga qanday jur'at etding? Men noto'g'ri gapirmadim. Qilgan ish moqchimisan?
Kim qilgan ishini inkor qilyapti? Aynan bizning buyuk menejerimiz Lin nos qarashmalar bilan Janofuni yo'ldan urdi. Aks holda Janofu allaqachon opamga uylangan bo'lardi. Rostdan ham uning lagambardori bo'lishni yoqtirar ekansan. Ikkalangiz ham bitta yetimxonadan chiqqansiz. U zodagon xonim bo'ladi-yu, sen esa mehmonxonada oddiygina katta ofitsiant bo'lib ishlashing shartmi? Axir, hasad qilmaysanmi? Sen Odamni juda tez bilib olarding-ku. Qanaqasiga Chenlar oilasi uchun o'sha Chenyeka emas, balki men qadrliroq ekanimni ko'rmayapsan. U hozir hamma joyda menga qarshi chiqyapti. Uydagilari uni haydab yuborishganida, sen ham u bilan birga azob chekmayman deb o'ylayapsanmi? Nahotki bunga aqling yetmasa? Xo'p, mayli qizlar, biz ikkalamiz ovqatlanib oldik. Endi ishimizga qayta qolaylik. nima demoqchisan? Chenyeka buni bunday qoldirishiga ishonmayman. Bugun mehmonxonaga shunchaki janjal chiqarish uchun keldi deb ham o'ylamayman. Keyingi rejasi qanday? Nega senga aytishim kerak ekan? Meni Sen bilan o'rtamizda hech qanday kelishilmovchilik yo'q. Mayda-chuyda janjallar jiddiy adovat hisoblanmaydi. Chenyeka senga berishi mumkin bo'lgan yagona narsa bu pul. U esa senga qancha bersa, senga 2 baravar ko'proq to'layman. Faqat iltimos, menga opam mehri puldan muhimroq degan gaplarni gapirma. Linsi, sen umuman men o'ylaganda emas ekansan. Nazarimda biz seni juda sodda deb o'ylagan ekanmiz. Quyonni burchakka tiqib qo'ysang, tishlashi ham mumkin. Men kurashmayman, lekin bu degani meni haqorat qilish mumkin degani emas. 1 million. Senga uning bugungi rejasini aytaman. Hatto yordam ham berishim mumkin. Roziman. U bugun endi Hammasini men aytgandek qilsang, puling to'liqligicha hisob raqamingga o'tkaziladi. umid qilamanki, janob Funu xonimi sizning ustidan chiqadi. Unda men ketdim. Xabar kut. Hammasini eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Meni juda ham yovuz qiz deb o'ylayapsizmi endi? Aslo. Aksincha, bu juda yoqimli. Menga odamlarni o'z tomoniga og'dirish uslubing juda jozibali tuyuldi. Juda xursandman. Bizni jajji oq quyonchamiz nihoyat o'zini himoya qilishni o'rgandi. Ba'zan meni juda ham erkalatib yuboryapsizmi deb o'ylab qolaman. Hozircha faqat seni erkalatyapman. Keyingi yildan esa 2 ta jajji bolajonimizni ham senga qo'shib erkalayman. Reja ish beradimi? Yana menga pand berib qo'yma. Agar bu safar hech narsa o'xshamasa, mendan pul ola olmaysan. Chenlar oilasida ham qolmaysan. Xavotir olmang. Albatta hammasi joyida bo'ladi. Hammasi avvalgi reja bo'yicha. Men Linsini suvga dori qo'shaman, u ichgandan keyin aldab qo'shni xonaga chaqiraman. Qolganini menga qo'yib bering. U xonaga kirsa bas. Men Lisiga ayol bo'lish qanday ekanini yaxshilab ko'rsatib qo'yaman. Vaqti kelgach, janjal ko'taraman. Hamma ichkariga kirsin. Ota-onam ham kelib qolishadi. Linsini bunday sharmandali holatda ko'ramiz. Keyin Fuchiya uni qabul qilarmikin, yo'qmi? Ko'ramiz. Xo'p, unda g'alaba uchun ichaylik. Omad. Omad. Hozir vaziyat shundayki, Sanze xonada kutib turibdi. Men qo'shgan dori solingan suvni ichasan, keyin seni aldab xona xizmatiga chaqiraman. Keyin nima bo'lishini o'zingiz bilasizlar. Tushunarlimi? Demak, hozirgi rejasi shunday ekan. Men allaqachon Linsini iltimosiga ko'ra ularning venosiga dori qo'shib qo'ydim. Ehtimol ular hozir dori ta'siridadir va bir-biri bilan aytgancha, ular Chenlar oilasidan kattalarni ham chaqirtirib, seni sharmanda ahvolda tutmoqchi edi. Agar seni o'z tomonimga og'dirmaganimda, sen meni zo'rlagan va boladan ham ajralib qolgan bo'lardim, to'g'rimi? Sen Men hech narsa qilmadim-ku. Qolaversa hozir hamma narsada sizlarga quloq solyapman. Meni o'ldirmoqchi emassizlar, to'g'rimi? Bunday qilmaysiz-a? Seni ogohlantiryapman. Agar menga xiyonat qilsang, o'ylaganing amalga oshadi. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bor, o'sha yaxshi ota-onamni chaqir. Asosiy tomosha endi boshlanadi. Voy, yomon ish bo'pti. Nima bo'ldi?
Amalga xola, yeganing aytishicha, Linsiga nimadir bo'pti. Sizlar u yerda bo'lishingiz shart. Siyosiga yana nima bo'ldi? Nega bu qiz doim muammo tug'diradi? Tezroq yuringlar. Yur ko'raylikchi. Amalga xola, zaxira kalit bilan xona eshigini ochaman. Tayyor turinglar. Voy o'lay, ko'rpa ostidagi Linsi emasmikan? Qanaqasiga bu yerda mijoz bilan shu ishga qo'l uradi? Voy o'lay, ko'rpa ostidagi Linsi emasmikan? Seni yaxshi tarbiyalay olmabman. Men uni ko'rganman. Bu Linsini sobiq qallig'i. Nahotki Linsi hali ham u bilan aloqada bo'lsa. Amaki, xola, biz bir-birimizni chin yurakdan sevamiz. U homiladormi, yo'qmi, menga farqi yo'q. Sen jinnimisan? Rostdan ham g'irjin ekansan-ku. Qizimni o'ldirmoqchimisan? Laringni kiyda pastga tush. Sen esa Linsini tezroq olib chiq. Bu nimasi o'zi? Yaramaslar. Xolajon, iltimos bizga rahm qiling. Sizlar ikki sevishganni ayirmasligingiz kerak, shundaymi? Birga bo'lishimizga ruxsat bering. Maylimi? So'z beraman, bundan buyon unga yaxshi qarayman. Iyo, ko'rpa ostidagi odam nega indamayapti? Yashirincha ish qilasan-u, endi yuzingni ko'rsatishga qo'rqasanmi? Ketlaring, hammang ket. Yaxshi. Unda o'zing ayt. Bir-biringizni sevasizmi yoki u seni majburladimi? Gapir. Nima qilyapsizlar? Linsi. Unda bu opajon, qanaqasiga siz bo'lishingiz mumkin? Qanaqasiga Sansa bilan shunday ishga qo'l urdingiz? Chiqib ketinglar. Hammangiz chiqib keting. Yo'q, qanaqasiga sen bo'lasan? Unda men shoshma kimliging nima farqi bor? Asosiysi u chenlar oilasining qizi-ku. Xolajon, biz Yeki bilan bir-birimizni chin yurakdan sevamiz. Iltimos birga bo'lishimizga ruxsat bering. So'z beraman, uni doim boshimda ko'tarib yuraman. Esingni yeganmisan? Qachon seni chin yurakdan sevdim? Savki, hammasi shu darajaga yetgach yashirib bo'lmaydi. Kattalar bizga duo berishga imkon ber axir. Ular bir-birini shunchalar sevishar ekan, hissiyotlarini jilovlay olishmabdi. Turmush qurishlari kerak endi. Bugungi janjal butun Shanxayda chellar oilasi obro'sini bir pul qildi. Endi turmush qurishmasa, bu ish tinchmaydi shekilli. Siyosiy to'g'ri aytyapti. Sizlar turmush qurishingiz shart. Qanday sharmandalik. Dada, men unga tegmayman. Buni xohlamayman. Xohlamaysanmi? Unda chellar oilasidan ket. Bizni qizimiz emassan. Bunday sharmandalikni ko'tara olmaymiz. Men Singlim ketishni istamayotganga o'xshaydi. Unda biz singlim bilan birga kuyovni to'yni kutamiz. To'yda esa o'zim senga qizil konvertda sovg'a beraman. Rosa boplading. meni bunday ahvolda ko'rib rosa xursand bo'lsang kerak. Boshqa nimani kutganding? Sen hali ham chellar oilasi qizisan. Yana qallig'ing ham bor. Tez orada turmushga chiqasan. Hayoting juda ham go'zal bo'ladi. Shunday emasmi? O'sha la'nati Tiansi menga loyiq emas. Qazigan chuquringga o'zing tushding. Agar menga pand berishga urinmaganingda, hozir bunday ahvolga tushmasding. Hammasini bilasan. Meni tuzoqqa tushirishmoqchi bo'lganing nima? Chellar oilasida buni hali bilishmaydi. Agar ota-onang bilib qolishsa, sen zodagon xonimga emas, cho'riga aylanasan. Zanzaga turmushga chiqqaningdan keyin seni himoya qiladigan chellar oilasi bo'ladi. Agar ota-onang sendan yuz o'girsa, hayoting qanchalar azobda o'tishini o'zing bilasan. O'rningda bo'lsam, behuda janjal ko'tarish o'rniga taqdirga tan bergan bo'lardim. Taklifnomangni olaman. Men bilan pochchang to'yingga bajonidil boramiz. Linsi, sen Chen Yeki, taqdirga tan ber. Uqdingmi? agar Fuchiye seni shu ahvolda ko'rsa, sovuqqon va makkor ayol ekaningni bilsa, seni hali ham yaxshi ko'rarmidi? Linsida shunday xislat borligini bilgach, uni yanada ko'proq yaxshi ko'rib qoldim.
Shunchaki kaltaklanadigan oq quyonchani nimasi qiziq? Qarshilik ko'rsatishni biladigan ayol chinakamiga zo'r. Eshitdingmi? Bu yerda nima qilyapsiz? Yur, seni bir joyga olib boraman. Qayerga? Borsang bilib olasan. Bugundan boshlab mehmonxona seniki. Qachon tayyorladingiz buni? Bu ish sen uchun qanchalik muhimligini bilgan kunimdanoq. Mehmonxona meni aktivlarimdan biri xolos. Uni rostdan ham boshqara oladigan odamga topshirish eng muhimi. Shu sabab senga topshirdim. Chiye. Rahmat sizga. Er-xotin o'rtasida rahmat aytish shart emas. Agar rostdan ham minnatdorlik bildirmoqchi bo'lsang, o'zing tayyorlagan lag'monni yegim kelyapti. Qalampirdan ko'proq sol. Xo'p, tayyorlab beraman. Avval Sabzavotlarni to'g'raysiz. Qanday to'g'rashni bilsangiz kerak. Suv qaynaydi. Endi esa lag'monni solish mumkin. Oqibati nima bo'ldi? Baribir janob Funi o'zi tayyorlayapti. albatta. Men erkaklik burchini juda hurmat qilaman. Sen va bolalar faqat kutib yesangiz bo'ldi. Hali sizdan so'ramabman. Qay birini xohlardingiz? O'g'ilmi yoki qizmi? Qizda albatta. Agar qizim senga o'xshagan bo'lsa, albatta juda shirin bo'ladi. Ikkita shiringina qizim bo'lishini o'ylasam, yuragim hapriqib ketyapti ochig'i. Janob Fu shunchalarda u yurak bo'lishiga qaramay, qizlarni quliga aylanarkan deb o'ylamagandim. Agar o'g'il bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi? Ular ham men bilan birga erkaklik burchiga amal qilib seni erkalatishadi. Tayyor? Bir ham xushbo'yki. Darvoqe, ertaga Chen Yekeni to'yi. Borasanmi sen? Albatta boraman. Shunday ajoyib lahzani o'tkazib yubora olmayman. Sen uchun bir nechta hujjat qoldirdim. Ertaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Voy vo. Agar sen bo'lmaganingda men bugun bunday ahvolga tushmagan, o'sha notavon Tiantsega turmushga chiqmagan bo'lardim. Qanday bo'lganini tushunmayapman. Axir Linsi men dori qo'shgan suvni ichgandi. U ichgan bo'lsa, nega oxirida Tiantse bilan yotgan men bo'lib chiqdim? Omad. Omad. Ha, o'zing. Demak, qadaqlarimizga dori qo'shgan o'zingsan, to'g'rimi? Sen ham unchalar ahmoq emas ekansan-ku. Baribir buni sezibsan. Men seni tug'ishgan singlimdek ko'rardim. Sen esa menga xiyonat qilding. Bundan senga nima foyda? Tug'ishgan singlingdek ko'rarmiding? Yaxshi muomala qilarmiding? Bolaligimdan beri menga xuddi itingdek muomala qilgansan. Xursand bo'lganingda pul berarding, yomon paytda esa meni urarding. Bu yaxshi muomalami? Meni do'st tugul, qarindosh tugul, aqlli odam o'rnida ham ko'rmagansan. Shunday emasmi? Sen yetimcha men bilan hashamat ichida yashading. Yana nima kerak edi senga? Chen Yeke, unutma, sen ham yetimsan. Nega senga o'xshagan odam zodigan xonim bo'lib yashashi mumkin-u, men azob chekishim kerak? Bunga rozi emasman. Endi hammasi o'z joyiga tushdi. Chenlar oilasining haqiqiy qizi qaytdi. Sen ham menga o'xshab hamma narsangdan ayrilishingni istayman. Hamma narsangdan. Keldingmi? Sizlar anchadan beri til biriktirgan ekansizlar-da. Til biriktirgan? Kim bo'ri-yu, kim shoqol? Menga dori berishni unga buyurding. Endi esa jazosini tortasan. Bularning hammasiga o'zing sababchisan. Agar menga qarshi chiqmaganingda, Chellar oilasining erkatoy malikasi bo'lib qolarding. Hozir nima xohlaysan? Yonimda sekin ishga tushadigan bombani saqlay olmayman. Shuning uchun Chellar oilasidan ketishing shart. Kechirib qo'yasan, Linsi. Seni familiyang endi Lin. Men esa ota-onasi tomonidan 20 yil erkalatilgan Chenlar oilasining kichik malikasiman. Buni sen 2-3 og'iz gap bilan o'chirib tashlay olmaysan. Shundaymi? Urinib ko'ramizmi?
Nima qilmoqchisan? Oxir oqibat kimni tanlashar ekan, ko'ramiz. Nima qilmoqchisan? Nega chiqib olding? Kuyov hozir kelin olib ketishga keladi. Ostonadan faqat yaxshi soatda o'tish kerak. Bugun Chenyeke uchun qutlug' kun. Men ham bir nima demoqchiman. Linsi, nima demoqchi bo'lsang aytaver. Sen ham chellar oilasidansan. Nima desang ham noto'g'ri bo'lmaydi. To'yni oddiy qilib o'tkazsak, axir Yeke ham hozir menga o'xshab homilador-ku. Shunday emasmi? Uni ham charchatib qo'ymaylik. Nimalar deyapsan? Nimalar deb ajrayapsan? Nega endi aljirar ekanman? Mana bu seni xonangdan topilgan. Sen homiladorsan. 2 oydan oshgan. Vaqtiga qarasak, bu bola Tsanzedan emas. Shunday emasmi? Yoki sen Tsanze bilan shunchalar erta aloqada bo'lganmiding? Oh, bu meni tibbiy ko'rigim emas. Lekin unda aniq sening isming yozilgan. Sen nafaqat 2 oylik homiladorsan, balki senda papilloma virusining ham xavfi bor. Bu esa juda ham xavfli. Bola uchun ham, sen uchun. Bu hammasi emas. Senda so'ganlar o'sib chiqqan, to'g'rimi? Jim bo'l. Boshqa gapirma. Tez menga ayt. Linsini gaplari to'g'rimi? Rostdan ham 2 oylik homiladormisan? Yana shuncha kasallik yuqtirganmisan? Gapir. Hammasiga u aybdor. Linsi aybdor. Agar u qaytmaganida men bunday hayot kechirmasdim. O'sha kuni shunchaki g'uborimni yozmoqchi edim. Shuning uchun o'sha bazmga borgandim. Seni tabiating shunaqa. Meni ayblama. Qolganini sen ayt. Aslida o'sha kuni u sizlarni ataylab chaqirtirgan. Hatto Linsini o'gay onasini ham pul berib g'iybat tarqatish uchun yollagan. Maqsadi sizlarni Linsi haqida noto'g'ri fikrga borishingizga erishish edi. U menga Linsining ichimligiga dori qo'shishni aytgandi, toki sizlar Tsanze bilan Linsini bir yotoqda tutib olasizlar. Yana Linsini qornidagi bolani o'ldirmoqchi ham bo'lgan. Bularning hammasi Chenyekening fitnasi. Aytgancha, depressiya haqidagi hujjat ham soxta. Menda yo'q. Rostdan ham menda bola yo'q. Hamma gaplarini yozib olganman. Sizlar birlashib meni yo'q qilmoqchi bo'ldinglar, shundaymi? Oyi, bularni Chen Xiao Caoga siz buyurgansiz, to'g'rimi? Endi o'z qizingiz qaytgach mendan qutulmoqchimisiz? Sen men Yo'q, yetar. Unga tegma. Jirkanmayapsanmi? Chenyeke, seni 20 yildan ortiq katta qildik. Senga qancha yomon munosabatda bo'ldik. Linsi qaytgan bazmda sen uchun o'z qizimni urdim. Senchi bizni qayta aldading. Sabrimni sinading. Bizni tamom qilding. Qachon meni o'z qizingizdek ko'rgansiz? Nimaga plastik operatsiya qildirdim? Chunki sizlar menda doim uni soyasini ko'rardingiz. Men hech kimni o'rnini bosishni istamayman. Sizni o'z qizingiz emasman. Men Chenyekeman. Linsini yomon ko'raman. U o'lib ketishini istayman. Sizlar meni majburladinglar. Meni jinni qildinglar. Endi esa meni ayblamoqchimisizlar? Kulgili bu. Qachon u shunday bo'lib qoldi? Oyi, endi o'zingiz tanlang. Agar uni qoldirsangiz, men bu uyga boshqa qadam bosmayman. Bu sizlarga bergan oxirgi imkoniyatim. Xiaosi, bizning o'z qizimiz. Biz hamisha seni o'z qizimizdek ko'rganmiz. Ammo sen juda ko'p xatolar qilding. Chenlar oilasi seni boshqa yonda olib yura olmaydi. Ko'z yoshlaringni art. Chenlar oilasi senga so'nggi hurmatini ko'rsatadi. Sen Tsanzega izzat ikrom bilan turmushga chiqasan. Keyin Chenlar oilasining a'zosi bo'lasan. Sen uchun qilingan qalin pulni qaytarib olmaymiz. Lekin Chenlar oilasi bilan aloqang shu lahzadan boshlab butunlay uziladi. Aytganidek qil. Tsanze hozir keladi. O'ylashga vaqting qolmadi. Nima bo'ldi? Hech gap yo'q. Shunchaki ota-onamdan ajralishni istamayapman. Bugun men yutdim deb hisobla. Ammo men buni shunday qoldirmayman. Men kutaman. Yur, to'y marosimiga boramiz. Yaxshi ketdik. Xiaosi, bularning hammasi
hammasiga men aybdorman. Nega buncha xato qilganini bilmagandim. Bularning hammasi mening aybim. Axir 20 yillik ona bola munosabati-ku. Tushunaman. Qizim. Men bir paytlar ota-ona mehriga juda ham zor edim. Hozir esa meni himoya qiladigan erim va buvijonim bor. Sizlarni mehringizga muhtoj emasman. Linsi bilan biz qayta qolamiz. Siyosiy. Meni fe'l-atvorim ancha o'zgaribdi deb o'ylamayapsizmi? Yaxshi bo'ldi. Ilgari hamisha seni kimdir xafa qilishidan qo'rqardim. Lillar oilasida yashaganimda har qanday qarshiligim foydasiz edi. Shuning uchun ham ojiz bo'lishga ko'nikib qolgandim. Lekin hozir hammasi boshqacha. Meni yonimda endi siz borsiz. Men o'zimga ishonaman. Chiye, bularning hammasi faqatgina siz tufayli bo'ldi. Juda xursandman. Nihoyat bizni Linsi jasoratli qizga aylandi. Qani, iltimos, bitta Yo'q. shirin yeb ko'r. Yo'q, Bolajonlarim, keyingi oy to'yingiz. Sizlarga to'y suratlarga tushish uchun sharoit yaratib berdim. buvijon, hozirgi ahvolimda to'y libosi yarashmaydi. Nega endi? Ikkita bolajon bilan suratga tushish qanchalar hayajonli. Chiye to'g'ri aytyapti. Haydovchi eshik oldida kutib turibdi. Tezroq borib chiroyli suratga tushib kelinglar. Yura qol. Tezroq. Linsi, menga turmushga chiq. Xonim, bu yoqqa o'ting. Yarashdimi? Juda chiroyli. Faqat ochiqroq ekanmi? Faqat yelkam ochiq-ku. Qishda issiqroq kiyingan ma'qulda. Yana bir libosga almashtirib ko'rasam. Bizda yangi eksklyuziv to'y libosi bor. U endi homilador bo'lgan kelinlarga mos keladi. Bora qol. Janob Fu, hamma narsa tayyormi? Tayyor. Bizni taqdirimiz bolaligimizdan belgilangan edi. Ammo bir-birimizni shuncha yil qidirib yurdik. Men hissiyotlaringni, ojizligingni, shodligingni va qaysarligingni tushunaman. Men seni himoya qilishga, yoningda bo'lishga tayyorman. Qo'l ushlashib bir umr yashashga. Men seni butun umr sevaman. Yaxshi va yomon kunlarimda ham chin qalbimdan. Chiye, Siyosiy. Menga turmushga chiqasanmi? Rozi bo'l, rozi bo'l, rozi bo'l. ha, roziman. Bo'lsa, bo'lsa, bo'lsa. Kodni skanerlang. Hammasi 6 yuan va 30 fen. Yaxshi boringlar. Ota-onang rostdan ham senga sariq chakam berishmayapti. Seni 20 yil boqib, keyin darrov aloqani uzishdimi? Hali bu gapni aytishga uyalmaysanmi? Agar sen qalin pulimni qimorda yutkazmaganingda bu yerda bo'lmasdik. Meni o'ylamasang ham, hech bo'lmasa bolalarimizni o'yla. Yaramas. Kim bilan gaplashyapsan? Xudo biladi. Bola kimdan ekan? 3 oyda qorning shuncha katta. Meni baxtli ota qilmoqchimisan? Juda omadsiz Meni ekanman. urishga jur'at qildingmi? Seni o'ldiraman. O'ldirasanmi? Nima bilan o'ldirasan? Chenlar oilasi seni tan olmasa, seni hatto uying ham yo'q. Gapimga quloq solsang ovqat beraman. Haddingdan oshma. Chenlar oilasi mendan butunlay voz kechmagan. Hey,
biram shirin hid kelyaptiki. Qovurilgan batatmi? Yeging kelyaptimi? Ha, Yurindi. Nimaga berkinyapsan? Menga turmushga chiqib qovurilgan badat sotishni uyalyapsanmi? Salom berdik. Badat olasizlarmi? bizga ikkita bering. Nimaga qaqayib turibsan? Tez mijozlarga badat ber. Shirinrog'ini tanla. Qanaqasiga bu yerda savdo qilyapsizlar? Bu yosh oilaning shirin tashvishlarimi? Linsi, nega yana xursand bo'lyapsan? Meni shu ahvolda ko'rib xursand bo'lyapsanmi? Mazza qilyapsanmi? Nimaga xursand bo'lishim kerak? Men shunchaki batat sotib olgani keldim. Tezroq ber. Ey, Ayol kishiga qo'l ko'tarasanmi? men o'z xotinimga dars beryapman. Seni nima ishing bor? Chen Yekeni yomon ko'rsam ham, ayollarni uradigan ablahlarni undan ham yomon ko'raman. Bilishimcha Chenlar oilasi senga katta qalin puli berishgandi. To'yingga atigi 2 oy bo'ldi. Shunday bo'lgach, bunday savdo qilishingiz kerak emasdi. Seni ishing nima? Har holda Chen Yekening familiyasi haliyam Chen. Men aralasha olaman. Sen gapir. Hamma pulni qimorda yutqazdi. Hozir qarzlarimiz ko'payib ketgan. Har kungi xarajatlarimiz batat sotishdan keladi. Qimor o'ynadingmi? Xotining homilador bo'lishiga qaramay hamma pulni yutqazdingmi? Xotin, bola, sizlar meni seni ahmoq deb o'yladingizmi? Nega unga uylandim o'zi? Chunki u Chenlar oilasining qizi edi. Endi esa Chenlar oilasi undan voz kechdi. Qayoqdagi begonadan bola orttirib ham menga tegib oldi. Uni o'ldirib qo'ymaganimga rahmat desin. Qavurdim. Nima bo'pti? Badat kerakmi yo'qmi? Kerak bo'lmasa yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ayolni urishga haqqing yo'q. Linsi, qo'y bu yerda o'zingni ko'rsatma. Meni shu ahvolda ko'rib ichingda rosa xursand bo'layotgandirsan. Bularning hammasiga o'zim sababchiman. Lekin men rozi emasman. Nega men bu ahvoldaman-u? Senda Fujiye kabi yaxshi er bor. Shuning uchun ham To'y salonidagilar ham xursand bo'lishdi, shundaymi? Fujiye senga turmush qurishni taklif qildi. Qo'lingda katta brilliant uzuk. Juda qimmat bo'lsa kerak. Men rozi emasman. Aslo rozi emasman. Linsi, men bilan do'zaxga tush. Men bilan do'zaxga tush. Jinna. Bola! Bola! tez yordam chaqirish kerak. Yaxshimisan? Men yaxshiman. Unga nimadir bo'lgan ko'rinadi. Janob Fu, xonim, sizlar uyga boraveringlar. Men bu yerni o'zim hal qilaman. Allaqachon tez yordam chaqirdim. Yura qol. Chen xonimning hayotiga xavf yo'q. Faqat qornidagi bolani saqlab qola olmadik. Bu homila tushishi sababli Zanse ham bola uniki emasligini bildi. Endi ajrashaman deb janjal qilyapti. Chen oilasidagilar ham bilishdimi? Hamma bilib bo'ldi. Chenlar oilasining advokati ham bu ish bilan shug'ullanyapti. Faqat Zanse Chenlar oilasi bergan qalin pulni qaytarishni istamayapti. Yana ulardan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilyapti. Xuddi itdek suyak talashishyapti. Biz ularning ishiga aralashmaymiz. O'z hayotimiz bilan yashaymiz. Siyosiy agar o'sha oilaga qaytishni xohlasang, qaytishing mumkin. Qaytmasang, ulardan uzoq yur. Shunisi tinch. Janob Fu, agar hammasi yaxshi bo'lsa, men qaytaman. Shoshma. Mana buni ol. Yangi yiling bilan. Voy, janob Fu. Sizni biram yaxshi ko'raman. Bo'ldi, tushir. Yaxshi ko'raman. Chalashmoqchi bo'lsang, boshqa odam topib beraman. Rahmat. Bo'ldi. Qo'y. Endi 5 oy bo'ldi-yu, qornimda chiziqlar paydo bo'layotgandek. Oxirgi paytlarda ahvolim qanday bo'lar ekan? Bu juda ham xunuk bo'lsa kerak. Yo'q. Yo'q, unday bo'lmaydi. Men har kuni seni yaxshilab uqalab qo'yaman. Birorta ham chiziq paydo bo'lmasligiga va'da beraman. Lekin bu siz aytgandek bo'lmaydi-ku. Yaqinda internetda ko'rgandim. Ayollar tuqqanidan keyin qornilari bujmayib qolar ekan. Hatto emizikli davrlardan keyin ham qancha mashq qilsang foydasi bo'lmas emish. Ba'zilar esa hatto operatsiya ham qildirishar ekan. Lekin baribir avvalgi holatiga qayta olishmas ekan. Nega ayollarga homilador bo'lish bunchalik qiyin? Bu meni aybim. Hamma narsani tayyorlagan bo'lsam ham baribir seni oldingda qarzdorman. Ba'zan o'ylab qolaman, meni tanam shunchalar baquvvat. Bolalarni men ko'tarishim kerakmikin deb. To'ppa to'g'ri. O'zingiz ko'taring.
Ha, Mana, oling. rostami? Taltayib ketma. Ikkala mitti bezori meni yaxshilab eshitdinglar. Homiladorlik paytida oyingizni xafa qilishga haqqingiz yo'q. Ularni qo'rqitib yubordingiz-ku. Nima qilay? Film shunaqa. O'z oxirigacha shunday bo'lib qolaman. Yo'q-ey. Kelishib olaylik. Bitta chiziq uchun 10 million beraman, ikkita chiziq uchun bitta uy, 3 ta uchun yaxta, 4 ta uchun samolyot, 5 ta bo'ladigan bo'lsa, o'lishga ham loyiqman. Bo'ldi, ko'p ham maqtanavermang. Xotin, seni sevaman. Senchi? Men ham sizni sevaman. Endi 5 oy bo'ldi-yu, qornimda chiziqlar